kirdigan bilmishimchilik boshqarganlar o'qimizni o'rganmiz o'ziga. Bugun so'zlaydigan darsimizda oldingi soat men degandek nashr bir taraf qilgan, nashr bir taraf qilgan subversion deb qo'ygan, banban ko'ngilchi deb qo'ydi, hanuzchida banban ko'ngilchi deb qo'ydi. Endi bu nashr degandekanlar masalan hammamiz bilamiz, masalan har qanday bo'libmi detallarni, bo'libmi detallarni masalan 1.0 nashri, 2.0 nashri, 3.0 nashri deb nashr bor. Ularda cho'qim bir ma'lum bir yangi iqtidorlar qo'shilgan bo'lishi mumkin yoki bo'lmasa ma'lum bir buglar o'ngsh olgan bo'lishi mumkin. Shuning uchun nashr yuqori ko'tarildi. Demak, bir nashr bilan bir nashr o'xshamaydi degan so'z, bir nashr bilan bir nashr o'xshamaydi degan so'z. Endi biz shu odatdagi turmushda bo'libmi shu yoziq bilan shug'ullangan yoki shu hujjat boshqarish bilan shug'ullangan chog'da bir kun qilgan emgikimizni ertasi qilgan emgikimiz yeb ketadigan yoki bo'lmasa bir kun burun qilgan emgikimizni ertasidagi ma'lum bir xatolik biroqla yo'qotadigan ahvollarga uchraymiz, shunday ahvollarga uchraymiz. Endi shunday ahvollarga uchrab qolishdan oldini olish uchun biz har xil qurollardan foydalanamiz, odatda har xil qurollardan foydalanamiz. Endi bugun so'zlamoqchi bo'lgan darsimiz shu qurollarning ishchiligi masalan bizga hammamizni tanishib endi yana balkim ko'rib boqqan bo'lishi mumkin, ba'zilar balkim yangi uchrashayotgan bo'lishi mumkin shu subversion banban ko'ngil qilgan. Shundaq endi ma'lum bir kodlarni, ma'lum bir hujjatlarni biz har xil nashrda saqlay olamiz, o'zgartganimizga asosan har xil nashrda saqlay olamiz. Endi biz nima uchun shu nashr kontrol qilishni, shu nashr bir nashr boshqaradigan qurolni ishlatamiz degan joyda biz bir qancha masalalarni ko'rib o'tdik. Mesela adil 3 oy kod yozgan kodni bir qitimliq tuyuqsiz to'p ketish sababli qattiq disksiz biroq ko'yib ketdi, biroq yo'q bo'ldi. Endi u boshliqqa endi qanday javob berdi, xaridorlar qanday javob berdi? Bu birinchi masala, Endi ikkinchi masala bo'lsa, masalan, Ahmad bir shirkat ishlaydi, navbatdagi ishni yolg'iz Ahmad kelib topshirgan bo'lib, lekin ishning nurg'un qitim talablari o'zgardi. Bu qitimliq talab bo'lsa, oldin qitimliq o'zgartishni saqlab qilib, ma'lum qitimliq, mush qitimliq yangidan qatgan iqtidorni biroq bekor qilish dedi. Demak, yo'qni endi masalan, oldin qatdiki, bo'ldi oldingi boshliq qo'piblar, tuyuqsizlar, bir kechada ta'tir qo'piblar, uxlab qo'pablar bo'ldi, ma yangi nashrni biz qilmay turli kodni deb boshqa kodni nimaligini bilmaydi. Biz shu kodni yoki IPPni yoki detalni oldin qatda to'xtagan nashrgacha biz shaygacha taqtili. Shuyan taqtma yangi iqtidorlarni biz keyingi nashrda texnik mukammal qilib yoki o'zgartirib taqtili deydi. Bu chaqda hamda Ahmad mesela qanday qiladi bu chaqda? O chatni oldi yozgan kodni hamda agar saqlab olgan bo'lsa, shu chaqda yangi iqtidor qitishdan burun mesela asliga ekilalaydi. Saqlamagan bo'lgan bo'lsa, bu balki hamda birdan qarab chiqishga to'g'ri keladi. Bu bir masala, Buni ayt kunlik turmushimizda shu kod yozish program bilan shug'ullanishga shunday hujjat boshqarish jarayonida cho'qim uchraydigan masalalar bular. Endi uchinchi masala bo'lsa Adil bilan yangi kelgan Ilyar ma'lum bir turni birlashib qildi. Endi bularniki tur boshqaruvchi bo'lsa, masalan, controller check Java degan hujjatni endi fuchiga masalan mulozimlarga chiqarib berib, hujjatni Adil bilan Ilyar ishiltinglar deb mush hujjatga yozsalar bo'lgan kishi uni dedi. Shuningdek Adil bilan hujjat Ilyar ishkasi hech qanday bu tarafda hech qanday tajribasi olmagan degan shikast hujjatni tushirib, uni ustiga Ilyar yangi kelgandan keyin Adil bilan tuzak paranglashmagan ekan, hujjatni tushirib ishni boshladi. Adil ham desa ko'nroq bo'lgandan keyin bir kunda 200 qurdan ortiqroq daymay kod yozdi. Ilyar ham bugun yangi kelgandan keyin uni ustiga bu ishqim yangi bo'lgandan keyin 50 qur kod yozdi. Endi bu ikkisiniki o'ziga topshirgan vazifalar o'xshamaydi ishga. Masalan, adil hujjat boshqarishni bir taraf qilamiz, lekin yozilgan hujjat ham bir hujjatni ishchiga. Ishdan tushirgan vaqtda adildan tuyuqsiz bir telefon kelib qilib, tuyuqsizlar bir ish chiqib kelib, boldirli hujjatni mulozimlarga yo'llayib ketib qoldi. Ilyar bo'lsa ham o'ziniki bugungi xizmatini yozib qo'ygandan keyin adilniki yo'llamagani diqqat qilmaylar, adilni kodini bostiradi.
Endi bu ertesi kelgancha chog'da Adil endi qarasa mulozimatlarga masalan yo'llab bo'ldingmi deb kechda masalan kechda endi bularniki tur boshqurg'uchi endi kechda ishkelsini qilgan ishini ko'rib boqay desa qarasa Adilning bir ishi yo'q bu yerda bir ishi yo'q. Shunga o'xshash masalalar ko'p uchraydi endi turmushimizda. Bu uchinchi bir masala, bu uchinchi bir masala. Hem to'rtinchi bir masala bo'lsa, Abdukem yangi o'tkazmoqchi bo'lgan yarmarka va plan tuzdi. Endi boshqa plan tuzing deb Abdukemga topshirdi. Plan bo'lgandan keyin endi bu bir plan bo'lgandan keyin bir yarmarkaniki qanday o'rlashtirish, qanday endi har xil nashrlardan olib chiqish kerak. Bunda qilsak bo'ldi, agarda bunda olmay qolsa bunda qilsak. Abdukem oxirida shunda nurg'un nashrlar bo'lib ketgandan keyin yig'ilib ketgandan keyin Abdukem oxirida bir ish qilib ketdi. Qaysi nashrlarni qachon o'zgartgan, qanday o'zgartgan, nimishga o'zgartgan degan to'g'riliq hech qanday iz qolmadi bu hujjatlarda. Qarasa hujjatning ismida turgan, ichida mazmun turgan, lekin nimishga o'zgartgan degandek hech qanday nim bo'lmay oxirida o'zim qaloyim qilishib ketdi. Bu menda milliy turmushimizda uchraydigan tipik masalalardan biri. Endi 5-si masalan Odilning darajasi o'sdi. Adil o'z turish shirkatda xeyli nurg'un vaqt ishlagandan keyin bayonqida xatoliklarni sodir qilgandan keyin boshlig'i sen nurg'un qitim tamg'i ustdan nurg'un mushni yedang buni nurg'un qitim qanidan desam buni degan qanimaydi ma yeng kelganlardan keyin buni qanatmaslik uchun sen oldiroq mang deb buni tur boshqaruvchi qilib qo'ydi. Endi hammamiz bilamiz programmachilikda yoki bir qancha bolalar bilan bir turni qilgan chog'da nurg'un nashrlar chiqadi. Nimishga nurg'un nashrlar chiqadi desanglar, bu programma bag'ansir ko'payib, murakkablashmoqda har qanday bir tur. Murakkablashmagandan keyin bularniki endi har qitimliq nashrni saqlash, masalan yangi o'zgartgan yoki bo'lmasa yangidan qo'shilgan yoki bo'lmasa o'zgartgan yerlarni bayqash bu bir masala. Adilanda mushijat tajribasi kamchilik bo'lgandan keyin burunqidaklik qildi. Har qitimliqni bir-birlab o'sha hammasiga berib topshirishni deb yig'ib akab, nani o'zgartirib deb qurashtirib, japata retlab chiqdi. Hatto chislamda o'zicha hamda ret qilganda qilib chislalarni yozib, hujjatlarning ismiga saqlab janjalga ayron qilib hujjat qildi. Bu bir masala, bu ham milliy turmushimizda bizni qiynaydigan masala. Emniyette Adilning qilgan ishi bilan biz maqsadga yetalaydik. Adilning qilgan ishi bilan maqsadga yetalaydik. Endi bizniki bundan chiqish nuqtamiz qanday qilib texim bir qulaylik bo'lgan narsalarni texim bir qulaylik bo'lgan hukmlarni o'zimizga ko'rmasa, navbatdagi ishimizni texim ilgari suraylaymiz. Masalan 4 kishilik bir shirkat qanday qilib shunday qurollardan texim unumli foydalanib bir 10 kishilik shirkatning ishini qila olamiz degan gap. Endi 6-si bo'lsa Adil yengkelganlarni boshliqni ko'rsatmasi bo'yicha shirkatning muhim hujjatlarini o'zgartirmaslik huquqini bermoqchi bo'ldi. Nimishga desanglar ma'lum bir turni qilgan chog'da nurg'un shirkat har qanday bir shirkatlarniki o'zining alohida qoral kodlari bo'ldi. Endi bu shirkatga o'ziniki nurg'un vaqt necha vaqtdan beri masalan nurg'un tajriba, nurg'un masalalarni bir taraf qilib to'plangan qoral kodlar bo'ldi. Bularning to'plangan qoral kodlar. Endi ba'zi shirkatlarga yangidan borgan chog'da endi shunday o'zaro fikr almashtirishning oz bo'lishi sababli yoki shirkatga yangi kelgan sababli yoki bo'lmasa undan burungi tajribaning kamchil bo'lishi sababli shunday kodlarni o'zgartirib qo'ydigan ahvolim bo'ldi. Ba'zi chog'da masalani hal qilish uchun o'zgartirib qo'ydigan ahvolim bo'ldi. Endi bu o'zgartirib qo'ydik degan so'z masalan bir guruhda 4 odam ma'lum bir turni qilayotgan bo'lsa, orasidan birisi o'zgartirib qo'ysa, balki uchiga zo'r ta'sir qilishi mumkin. Bu yani bilmay qolsa, masalan tur boshqaruvchi bilmay qolsa, keyin appniki yoki bo'lmasa shu detalni keyingi masalan taqilib chiqqandan keyingi masalan ma'lum bir iqtidorlarga yoki bo'lmasa sinaq bosqichidagi ma'lum bir iqtidorlarga yoki bo'lmasa ma'lum bir bug chiqib qoldi deylik, ma'lum bir masalan shunday xatolik chiqib qolsa buni izlashga degandek nurg'un jihatlarga ta'sir qiladi bu ta'sir qiladi. Endi bu shundoq bo'lgan chog'da shundoq yangi kelguchilarga bunday hujjatlarga faqat o'qiy oladigan, ko'ra oladigan, ishlata oladigan, lekin o'zgartira olmaydigan huquqlarni berishimiz kerak. Endi eng oxirida shu yana Odilniki o'ziniki SVN tarafdagi shundoq nashr bir taraf qo'yish tarafdagi tajribasi kamchilik bo'lgandan keyin shuni ishonmadi, boshliqni tasdiqladi. Endi degan dars kammatdi Adil. Kelmay dersini anlamadı. Bu bir çok hatalı.
Endi yani maqsadga qaytib kelsak, biz yuqorida 6 xil ekoldan nurg'un ehtiyojlarni bilamiz. Birinchi xil ekoldan agarda shu masalan adil agarda shu kodini zapas saqlab olgan bo'lsa, ma'lum bir yerga zapas saqlab olgan bo'lsa, o chaqda bu kompyuterning kuyib ketmay, portlab ketishidan qo'rqmaydi, portlab ketishidan qo'rqmaydi. O'ziga zaxm yetib kelishdan o ikkinchi masala endi. Qo'rqmaydi. Zapas saqlab olganimizda ma'lum bir yerdan qaytiribla eng yangi kodga eng olmagan chaqda 1-2 kun burun kod oldiga qaytara oladi. Nurg'un narsani tejab qoladi bu. Nurg'un narsani tejab. Mayli iqtisodiy jihatdan bo'lsin, mayli vaqt jihatdan bo'lsin va yoki mayli boshqa jihatlardan bo'lsin nurg'un narsani tejab qoladi. Endi ikkinchi masalada bo'lsa hujjatning har qitimliq o'zgargan nashrni saqlash ham qaytirish masalasi. Masalan bu nim degan so'z desanglar, masalan ma'lum bir hujjatni men tunugan kechda masalan ma'lum bir ehtiyoj bilan o'zgartdim buni. Cho'ng o'zgartdim deydi masalan, bek cho'ng o'zgartdim. Bugun ertaga chiqibla qarasam, endi tunugan kechda arg'inchilikda men buni xato o'zgartib qo'ydim, xato o'zgartdim. Endi u kod yomon cho'ng o'zgarib ketganda, asli qaytirib etsam, endi nurg'unga to'g'ri bo'ldi ekan, asli qaytirib etib, azroqla bir o'zgarsam, navbatdagi masalalarni hal qila olaman. O chaqda men qanday qilaman? Mushundaq masalan nashr kontrol qilishni ishlatgan bo'lsam, shu joyda meni darhol tunugungi vaqt to'g'rilabla men avtomatik qaytirib etdim. Qaytirib etib, shuni ustiga men o'zgarsam, ana yangisini qaytadan topshiraversam bo'ldi degan so'z. Endi yana bir masala bo'lsa, yana bir uchinchi masalamiz bo'lsa, shikoyat ham o'xshash hujjatni o'zgartganda qonuniyatlik biriktirish. Bu yerga qonuniyatlik biriktirish degan shikoyatniki masalan kodlari o'xshashib qolgan yerlarga masalan eskartish berish, o'xshamagan yerlarni avtomatik biriktirish, Mushu nashr kontroli qilish, mush ishlarni qila oladi. Endi har qitim o'zgartganda masalan 4-masala, masalan yarmankina masalasi, har qitim o'zgartgan chaqda nima uchun shuni o'zgartdi, qanday o'zgartdi, buni nima uchun o'zgartdi deganlarni ham shuni qo'shib qo'yish, bu eskartishlarni yozg'iladi ma'lum bir nashrga. Keyin biz ma'lum bir nashrni atlab ko'rish jarayonida eskartishga qarab turiblar. Biz mana nashrni biz ma uchun o'zgartib chiqqanmiz deymiz, mana nashrni ma uchun o'zgartib chiqqanmiz deymiz. Hem 5-chi bir masala bo'lsa, hamda gruppa tur boshqaruvchi kam bo'lmaydigan bir ehtiyoj. Gruppaga, ma'lum bir gruppaga yoki bo'lmasa tur boshqaruvchiga kam bo'lsa bo'lmaydigan ehtiyoj bu nashr kontroli qilishni. 6-chisi bo'lsa, hamda huquq boshqaruvchilarni bayatda men deb ketdim, ko'ra oladigan, hamda o'zgartirolmaydigan qilish yoki o'zgartiroladigan yoki bo'lmasa hech qanday qila olmaydigan qilish ma'lum bir hujjat qisqacha. Shunda 6 xil. Endi bu 6 xil bilan cheklanib qolmaydi. Bu amalilik ishlatish jarayonida bizningki balki bundan boshqa o'xshamagan nurg'un ehtiyojlarimizni qanoatlantirish mumkin. Nurg'un ehtiyojlarni qanoatlantirish mumkin. Endi nashr kontrol qilishning endi yaxshi yerlari ham shu. Endi nashr boshqaradigan qurollarning turlari, version controller deydi, endi ben konjichi deb qo'ydimda, tansocha. Bularning endi turlari xili jiq, masalan 10 taqab turib bag'u deyman, mening bilishimcha. Men bu yerda bir qator masalan burun ko'rib o'tgan, bir qator hamimiz bilayotgan va anglayotgan bir qator cho'ng turlarini men yozib qo'ydim. Birinchisiga VSS, Visual Source Safe deydi. Bu hamda Microsoftniki Visual Studio'da ishlaydigan VSS deb qo'yamiz. Ayrim maxsus qachilaymiz buni Windows tili ishlaydi bu. Windows ishlagandan o'sha Visual Studio'ning ichiga ma'lum bir endi ko'znak etiladi, ma'lum bir ko'znak etiladi. Shu yerdan biz boshqara olamiz kodlarni. Bu menda shu Visual Microsoftniki bir qurol. Ikkinchisi ham CVS deb qo'ydim. Current Version System deydi, nashr boshqaradigan bu sistema bu. Nurg'un shunday qurollarni o'z ichiga olgan sistema bu. Uchinchisi ham Subversion deydi, SVN deb qo'ydim, Subversion deb. Bu endi bizning navbatda bugun o'rganmoqchi bo'lgan sistemamiz, bugun o'rganmoqchi bo'lgan qurolimiz shu Subversion. To'rtinchisi ham Get degan endi nurg'un bolalar anglagan bo'lishi mumkin, anglayotgan bo'lishi mumkin, balki bundan keyin davomli program bilan shug'ullansanlar anglashingiz mumkin. Bu navbatda ham mod bo'layotgan nashr boshqarish qurollarini bo'lsa, ba'zi birsa keyin buni o'rganamiz, cho'qim o'rganamiz.
Endi nimishga bo'lgan endi mishada bir gap chiqadi. Nimishga unda dastlabda SVN tanladik. Nimishga biyosli ketmagan degan joyda endi. Har qanday bir o'rganish endi birinchi palampay, ikkinchi palampay, uchinchi palampay deb chiqdi. Herkes uchinchi palampayga biyos cheklamaymiz. Oldi bilan mana oddiy ba'zi tushunishli bo'lgan qurollarni ishlatib, andan keyin qadam-qadam andan keyin getlarni boshqa texnik bir qulaylik bo'lgan, yaxshi bo'lgan narsalarni o'rgansak, farqini bilalaymiz ba'zi narsalarni, alohidligini bilalaymiz. Buni cho'ng bo'ldi. Amaliyotda vaqt isrofchilikdek bo'ldi, lekin birinchidan tajriba ko'p bo'ladi, ikkinchidan ma'lum bir yangi narsaniki alohidligini bilalaymiz. Nimishki yangilikini, alohidligini bilalaymiz. Endi 5-si Mercurial deydi, bu hamda Python'da yozgan, Python tilida yozgan nashr boshqaradigan qurol. Bu hamda Fumbushi shaklda deb qo'ydi hozir. Fumbushi deb Ozarbayjon matbuoti bo'lgan masalan, Hadoop deb qo'ydi, shuning o'sha Fumbushi degan. Fumbushi degan nima? Uyg'urcha nima deb tarjima qilganini bilmadim, Fumbushi degan. Bo'linma saqlash demdik ya'ni Fumbushi masalan ma'lum bir hujjatni bo'lib bir qancha eng oddiy til bilan aytgan chog'da ma'lum bir hujjatni bo'lib bir qancha saqlaydi degandek, shuna o'xshash Fumbushi. Hamda o'sha navbatda eng jiq uchraydigan 5 bor. Bunun ichida eng jiq uchraydigani mana 3-chi bilan 4-chi. Bundan qolsa mana 1-chi Visual Studio, VSS Studio. Hamda Subversion bo'lsa, haqsiz ochiq kodliq nashr boshqarish quroli, haqsiz ochiq kodliq nashr boshqarish quroli. Endi bu qurol orqali biz hujjat yoki hujjat qisqish qatorliqlarni har xil usulda masalan yozadigan yoki o'qiydigan degandek har xil usulda boshqara olamiz, har xil huquqda degandek boshqara olamiz. Bu hujjatlarni hammasi ham Subversion'niki mulozimatirda, ya'ni balki ham ya o'zimiz tanishgan mulozimatir bo'lishi mumkin, yoki bo'lmasa boshqalarning mulozimatir bo'lishi mumkin. Baynaliq GitHubga o'xshash yoki bo'lmasa Dungodagi OS China'niki o'xshash, Gitga o'xshash degandek boshqalarning mulozimatir turida bu mulozimatir qismi. Endi yaxshi yeri u bizga har qitimliq o'zgartishni saqlabmadi. Masalan, bir qitimliq o'zgartish qildikmi hujjatga? Biz shuni yo'llasaqla, topshirsaqla yangi nashrni, u oldin qitimliq o'zgartishlar, mush qitimliq o'zgartishlarni o'zgartdi. Agar o'zimiz o'zgartishga eskartish yozgan bo'lsak, shu eskartishlardan tortib yangi masalan o'zgartgan vaqtdan tortib butkul bir shu har bir hujjatningki har qitimliq version kod debcha, masalan har qitimliq nashr kodi bo'ldi-da. Shulardan tortib hamma biz ko'rsatib mangda bu. Endi niyatim yozib qo'yibman-ku, qayerni o'zgartdik, qachon o'zgartdik, qanday o'zgartdik deganlarni hammasini saqlab mangda, buni yaxshi yer ham. Mush iqtidorlar bizdanki hamda yuqorida so'zlab o'tgandek yo'liqqan masalalarimizni tamoman hal qilib beradi. Lekin bundan boshqa yana nurg'un masalaga yo'l qo'yishimiz mumkin. Bu masalalarni ham qanday hal qilish, mush qurollarni qanchalik darajada tushungan bilan bog'liq. Endi Subversion. Balki hozir nurg'un bolalar mana nazariyani yomon jiq so'zlayotdi deyishi mumkin, nazariyani yomon jiq so'zlayotdi deyishi mumkin. Lekin endi bir qurolni ishlatish uchun oldi bilan shu qurolniki nima ishlarni qila oladi, nima ishlarni qila olmaydi, boshqa qanday qurollar bor masalan, shunga o'xshash endi qanday ortiqchiligi bor, nima ishlarni qilamiz mush qurolni ishlatish uchun, qanday yo'llarni besib o'tamiz deganlarni cho'qim tushunib yiqish kerak. Endi Subversion bunda cho'ng ikki qismdan tarkibda bo'ladi, Birinchisi bayatdan deb ketgandek mulozimatir qismi. Bu hamda har qaysi hujjatlarni biz topshirgandan keyin shuni o'zniki nashri bo'yicha saqlash, bizga yangi nashrni ko'rsatib berish, ma'lum bir nashrni bizga o'qib berish degandek ishlarni qiladi. Bu mulozimatir qismi. Buni ayrim bir mulozimatirga qaytsangiz shu yerda tanishaymiz, shu yerda ba'zilarni yangidan har xil masalan nimalarni quramiz, ishlatgichlarni quramiz deysiz. Endi qolgani ham bo'lsa, undan keyin masalan bizniki shu ishlatgichlar qismi navbatda nimaga yozib qo'ygandek balki 3 qismdan tarkibda bo'ladi. Masalan 3 xil usulda ishlatalaymiz. Birinchisi hamda torbikat orqali buni kontrol qila olamiz. Hamda ikkinchisi masalan maxsus qurollar bor, bularniki maxsus qurollar bor. Subversionniki maxsus o'sha
Kokudan deb qo'ymizgan endi shu abont nusxasidan maxsus qorallar bor, ishlatilgan qoral bor. Uchinchisi endi maxsus qistirma bu. Ikki bilan 5 asosiyatdan o'xshash. Ikkalasi endi qoralga tushadi. Maxsus qistirmalar bor. Masalan, ba'zi masalan Eclipse'ga deymiz yoki bo'lmasa balki Visual Studio'ga qistirma qo'llanmaydi, masalan IntelliJ IDEA'ga yoki bo'lmasa Android Studio'ga degandek nurg'un narsalarga shunday qistirmalarni qachalash orqali bu mamlakatda bir qoral. Shularni qachalash orqali shu qistirmalardan foydalanib turib, shuni iqtidordan foydalanib turib, shu kodlarni biz nashrni bir taraf qilamiz. Bu endi bu ikki cho'ng tarkibdan ikki cho'ng qismdan tarkib topadigan. Birsiga mulozimlar qismi, yana birsiga ishlatgichlar qismi. İşletgichlar qismida nima bo'ldi desanglar, masalan bu ma'lum bir nashrni yo'llaydi, ma'lum bir nashrni o'zgartirdi, ma'lum bir narsani yangilaydi degandek ishlar bo'ladi. Bu hujjatga nisbatan o'zgartish yapardi. Ma'lum qism bo'lsa hujjatga nisbatan saqlash yapardi. Hujjatga nisbatan o'zgartishni saqlash, yangi nashrni saqlash degandek narsalarni yapardi. Endi bizniki mulozimatlar qismida ishlatiladigan mulozimatlar nusxalari har xil bo'ladi. Buniki endi o'zimizniki alohidaligiga, o'zimizning tushunishiga asosan endi nurg'un tordan izlab deb ko'rib baqsaq bo'ladi. Endi bizniki navbatda o'rganganimiz Visual SVN server deb qo'yamiz. Endi bizniki mulozimatlarniki Visual SVN server deymiz. Buniki endi detalni ismi shu mulozimatlar qachilab Endi buniki ishlatgichlarni abont nusxasimi, ya'ni ishlatgichlar qismi abont nusxasimi bo'lsa, buniki nurg'un buniki. Masalan, SVNniki o'zining bevosita yeyibla binning ichiga masalan Java'niki pasni tanishiga o'xshab binning tanishib buyruqlar ishlatiladi. Buyruqlar ishlatiladi. Endi shu buyruqlarni har xil qoralliq aylantirib, masalan Windowsniki eng yaxshi allari masalan mouse degan bir fuqum bor, endi mouse degan fuqumda masalan saydanlan degan fuqum bor. Masalan ko'znaklar, har xil ko'znaklar chiqadi. Biz bir qarablar yoki bir chekiblar mouse bilan shu iqtidorga yetmoqchi bo'ldik. Shunga o'xshash shu buyruqlarni hammasini ma'lum bir ko'znaklarga ixchamlab oddiylashtirib bizga bergan nusxalardan birisi ma'lum Tortoz SVN deb qo'yadi, toshbaqniki, toshbaqniki. Yana birisi bo'lsa ham Eclipse'ni qistirmasa, bugun o'rgangan darslarimiz mushu qism, muhim qismi mushu. Mulozimatlar nusxasini qachalash, ham tanishish, ba'zi masalan yangidan qurish, aniki ishlatgichlar nusxasini masalan qachalash, ham tanishish, ba'zi narsa nimalarga diqqat qilamiz degandek ham bugungi asosiy o'rgangan mazmunlarimiz mushu. Bugungi asosiy o'rgangan mazmunlarimiz mushu. Hamda Endi men ko'pchilikka ba'zi narsalarni yangidan bo'lish uchun men oldin qitim ishlatgan, hech nima qachilmagan Windows'ni yana qaytadan qaytib keldim. Qaytib keldim. Bu Windows qaraydigan bo'lsak 32 lik yana, bu Windows 32 lik yana endi bunga qaraydigan bo'lsak hech qanday narsa qachilmagan. Oldin qitim biz Java'ni qachildik, Java'ni SDK'ni yipaqda undan boshqa hech qanday narsa qachilmagan, bundan boshqa hech qanday narsa qachilmagan. Endi mujindaq yangidan hech qanday narsa qachilmagan narsaga endi biz yangidan bir SVN muhitini qurpa qilamiz. SVN muhitini qurpa qilamiz. Bayatda men deb o'tgandim, ikki xil dedim, men ikki xil dedim, bayatda deb o'tganda ikki xil dedim. Birinchisi endi shu qurolni ishlatish, qurolni o'zini oldi bilan ikki xil dedim, men. Oldi bilan hamda mulozimatlar nusxasini bir ko'rib baqilab, beshida hamda har qanday bir narsaniki masalan torbetga chiqmoqchi bo'lsakmi, oldi bilan mulozimatlarni setib olib, shu mulozimatlarga masalan torbet ochmoqchi bo'lsakmi, shu mulozimatlarga undan keyin masalan bizniki ikkinchi qadamda masalan ma'lum bir yumingli bo'lsa, masalan ma'lum bir ismli bo'lsa, shu ismni bog'lab, undan keyin uchinchi qadamda biz tor ko'rgishga shu ismni yozish orqali mulozimatlarga ma'lum bir torbetni ichish maqsadiga yetamiz. Shunga o'xshash oldi bilan biz mulozimatlar nusxasini qajab boqamiz. Men endi qulaylik bo'lish uchun ba'zi narsalarni oldin tushirib oldim, balla vaqtni tejash uchun oldin tushirib oldim. Qaraydigan bo'lsak, boyatda men deb ketdim mulozimatlar nusxasi masalan Visual SVN server dedim, Visual SVN server dedim. Növetki nashr mesela buni ham 32 lik 64 kitap bor, hech xil. Mesela bu növetki sistemi 32 lik o'g'ash ekan, men 32 likni tushirdim.
Ana ondan başka yani düşegini manadaki bayan qaya mesela kokudan nusxası mesela abontlash işletkichlar nusxası. Hem de ben nöbette ma'lunga men mülazimiyet nusxasına qaçılab ko'rib baqlar mülazimiyet nusxasına qaçılab. Buni o'xshash qo'shdik qo'zg'atgandan keyin ma kompyuter sal asta bo'lgan. Shunichi yo'g'andan keyin bu. Buna da asas hamısida şu next'ni tanlasak bo'ladi. Nima deb chiqyapti desanlar Visual Studio Server and Management Console deydi. Menga qaraydigan bo'lsak Management Console only deydi. Niyada Management Console degani shu Visual Studio'niki endi Subversion'niki ne demekçi ya? Subversion ne demekçi? Niyada agarda ma'ni tanlab qo'ysak biz u chaqda Visual Studio serverini bizga qachilab bermaydi, faqat Subversion nashrniki mulozimiyat nusxasini qachilab berdi. Buyruq yozish orqali o'zimiz qilamiz degan so'z buni. Buyruq yozish orqali qilamiz degan. Endi niyada bu men mana bunda haqsiz emas deb bu. Yani nemisini tushunmayman. Mana qachilab turadi. Hem mashina nimishki tanladik deganda Visual Studio Server diyor. Visual Studio Server nayt qulaylıqqa boshqa ishqilib meniki endi o'zimniki har qanday odamdan bir qurollarni yoqtirishimiz bo'ladigan o'zimniki alaydi. Men belki iş qilib o'zim basketboldan o'zim belki yoqtirmayman. Men ishga insonlar pek tushunishlik ham pek oddiy ortiq ishim yo'q da buniki ortiq ishim yo'q oddiy. Mashina qachilab bo'lgandan keyin navbatdagi mulozimiyatlarimizda mashina qachilab bo'lgandan keyin navbatdagi mulozimiyatlarimizda bir SVN SVN Subversion'ning SVN ben nashr kontrol qilgan muhitniki mulozimiyatlar nusxasi hozirlandi degan gap, hozirlandi degan gap. Endi men buni qo'zg'atsam eğer bayan qayalıqı checkbox'nikini evetken bo'lsam, men o'chaqda qayerdan qo'zg'atmayman desanglar menga kirib ma'ni ichi kirdi, ma'ni qo'zg'atmaymiz ya. Ma'ni ichi Visual Studio'ni boshqandan keyin Visual Studio Server Manager deganni qo'zg'atamiz ya. Manager deganni qo'zg'atamiz. Endi qaraydigan bo'lsak, bu naytni tushunishga endi ko'rmaysiz inglizcha, lekin gaplari nayt tushunishga qaraydigan bo'lsak, users deganimiz endi ishlatuvchilar degan so'z, ma bir gruppa degan so'z ya. Ma'vo endi repositories degan hamda bu nima bu shu navbatdagi bizniki har xil turlarniki nashri degan so'z, turlarniki nashri degan so'z. Hamda oldi bilan har qanday bir masalan qisqasi bir Windows kirish uchun oldi bilan cho'qim bir yonxo'ming bo'lishi kerak ya, oldi bilan cho'qim bir ishlatuvchi bo'lishi kerak. Hamda mana qaraydigan bo'lsak 10 kun o'tgan chekadigan bo'lsak, yoki 10 kun o'tgan chekadigan bo'lsak, ba'zi yerlar fransuzcha, ba'zi yerlar inglizcha buniki. Nimishga desanglar manadagi gaplarni Windows'ni o'zidan tatgan bo'lgandan keyin va UMBO'dan tatgan bo'lgandan keyin Windows'niki hanzi chiqib degan so'z ba'zi.
Miye qaraydigan bo'lsak, create group deb turdi. Mana Şinjanning ichiga qaraydigan bo'lsak, group deb turdi. Mana ki miyadan endi mishadagi chiqqan gruplarni har xil ko'rsatilgan usul. Mana ki men yanglaydigan. Mana ki mishadagi masalan o'zimiz qurganlarni chiqirib elib saqlaydigan degan so'z. Chiqirib elib saqlaydigan degan. Endi buni qanday akirimiz masalan chiqirib elib saqlagandan qanday akirimiz? Degan chog'da qaraydigan bo'lsak endi miyaga o akirish yo'q o'xshaydi vallahi, akirish yo'q o'xshaydi. Chiqirib saqlab qo'ydigan şey. Bu yerga men diqqat qilmadim. Odatda endi bir shirkatda faqat birli guruh bo'ldi. Masalan, bir shirkatda bir qancha guruh bo'lib qolsa, shuni guruh tava guruhni yozib qo'ysak bo'ldi. Masalan, miyaga programmer deb masalan programmalar guruhi choice user or group dedi. Yani aldı bilen mesela user'ni qatmasan bo'lmaydi dedi mana user. Demak, har bir guruhning ichida cho'qim bir user bo'lish kerak degan so'z mana. Endi miyaga men bayatma aytib chekib qoldim vallahi. Miyaga masalan mazmun boshqaradiganlar bo'lib qolsa, masalan mazmun boshqaradiganlar bo'lib qolsa deymiz uni content deb yozib qo'yaman. Mazmun boshqaradiganlar guruhi deb yozib qo'yaman. Masalan, men shunday ikki guruh qurib oldim. Endi shu guruhga men men yerdan bir yung'iliq ishlatgich quraman. Shu SVN'niki ishlatgichni men yerdan xalqincha yozay oldi bilan masalan user 1 deyman. Buniki maxfiy nomeri 1234556 bo'lsin. 1234556. Endi men guruhga qaytib kelaman. Guruhga qaytib kelib edit qilib miyadan qaraydigan bo'lsam, mana user 1 deb chiqdi. Men shu men guruhniki mesela programmer degan o'n guruhga chekib editni qilgandan keyin add deb miyadan user 1 deganda shu masalan ma'lum bir guruhga men qaytyaptim degan so'z. Shu guruhning ichida degan so'z user 1niki endi tava guruhi shuni ichida degan so'z. Bu guruhniki endi bek cho'ng ishlatishni men his qilmadim buni. Endi buniki masalan men miyaga endi yana bir yong'u qatay. Bizda men user 2 da ya. Buniki mi birdan boshlab o'tib bo'lsin. Mesela ben hazır 2 yong'u qutdim, mana 2 ishlatgichi qatdim degan so'z. Mushu 2 ishlatgichi hozir bizniki hamda mushu mulozimatlar bo'lsa, mushu mulozimatlarga har xil endi biz belgilab bergan mushu cheklama tushungan deganni biz belgilab bergan nima orqali mushu huquq orqali biz belgilab bergan huquq orqali har xil mushu hujjatlarni topshirish yoki hujjatlarni ko'rish degandek xizmat qila oladi, ishlarni qila oladi degan so'z. Endi eng muhim yeri keldi. Qanday qilib endi bir ma'lum bir nima qatimiz bunaqa, ma'lum bir SVNiki, ma'lum bir nashrni qatimiz, ma'lum bir turniki yoki ma'lum bir turniki nashrni qatimiz. Musha ma'lum repository deganga musha nashr deb qo'ycha, men nashr deganiki ustiga berib 10 kun chekib qaraydigan bo'lsak, buniki 10 kun chekib qaraydigan bo'lsak, endi bir qancha narsalar bor buni. Mesela create new yenidan birini qurish yoki hozir niyat bağlanganı ekresh, shuni o'rnini mesela ko'rish degandagi o'rnini ichib ko'rish browserda, ana kimyada mesela maniki o'xshashami? Endi biz yenidan birini quraylik, yenidan bir qurgan chog'da mana qaraydigan bo'lsak, maniki hamda birinchisini tanlasak bo'lardi. Bu hamda mushadagi saqlayotgan date'nikini, masalan, mushu version'niki SVNiki saqlaydigan mushu hujjatlarni saqlaydigan date'niki versiyasini tanlaydi, formatini tanlaydi. Buni qolgan tanlab qo'ygan bo'ladi. Miyaga hamda SVNiki bizning nomi bu 4.1 deb yozib qo'yamiz. 4.1 deb yozib qo'yamiz. Endi ma'noga masalan, ma'no nima demoqchi etsanglar, endi ma'vo total mushu hujjat qisqishni qurib berdi, total hujjat 3 tal hujjat qisqishni qurib berdi. Shrink, branches and tags deb. Bularni hamda o'z oldiga masalan inglizcha ma'nolar bor, bularniki o'z oldiga inglizcha ma'nosi bor. Mana hech qanday hujjat qisqishni qurmaydi. Quruqli bir
Yani neşir başkurduğun nimeden birini kurup ede, türden birini kurup ede. Ama hazır nüvette kurukunu kurup duray, yani nüvette kurukunu kurup duray. Endi mama muhim yeri ya, mama muhim yeri. Biat demekçi olduğunu bu endi mişe kimler mişnaga nispeten başkuruş yoki bo'lmasa hujjat topshirish yoki o'qish degandek mişnatin qilaoladi deydi. Mava nüvetdagi barliq yunqular dedi. Mushu fochida biz qurgan, masalan, mushu fochida qurgan barliq yunqular hem yoza olsin, hem o'qiy olsin, hem yoza olsin degandek huquqlar bağlısın dedi. Mava hem de özümüz belgileyi dedi. Mava hech qanday qadam kiramisin dedi. Hech qanday qadam kiramisin dedi. Hem de mava özümüz belgileyle, özümüz belgilep niyette miya qaraydigan bo'lsak, hem de miya qaraydigan bo'lsak, miyadan hem de mava özümüz belgilegan ma'lum bir grupni yoki username'ni qatalaymiz miyaga. Mesela Android programmerlar bu qasa, Android programmerlarni hammasini bayonqidek ma'lum bir grupga ekriyle qoldi bilan. Biyoz shu grupni qatib qo'ysak bo'ladi degan so'z. Shu grupning ichidagi barliqlarga o'xshash shu huquqlarni ham ishlaydi deydi. Masalan, yoki bo'lmasa ayrim bermoqchi bo'lib qolsak, unda bo'lsa ayrim qilsak bo'ladi degan so'z. Miya qaraydigan bo'lsak, endi buni miya qaraydigan bo'lsak, group deb chiqdi, ya'ni ikkita group chiqdi, mana. Pastda qaraydigan bo'lsak, users deb chiqdi, users deb chiqdi. Mana hozir endi ayrim qatay, masalan. Ayrim qatay. Ayrım ben şikkini qilib bo'ldim, miyaga şikkini qilib bo'ldim. Qaraydigan bo'lsak, keyinda permission deb bir narsa turdi. Permission deganni inglizcha ma'nosi ham tushungan mesela huquq degan ma'noda. Bularni qaraydigan bo'lsak, read, write deb turdi. Ma tuni qaraydigan bo'lsak, hamda mushu ma'lum birsini tanlab tuni qaraydigan bo'lsak, ma read, write degan tanloqliq turdi. Endi mavo nim degan so'z birinchisi demoqchilar. Ma birinchisini tanlag'il bo'lmaydi ekan. Mava no access dedi, hech qanday download kiramisin degan so'z. Hujjatnikini masalan ichish huquqi, ko'rish huquqi bo'lmasin degan. Ma faqat ko'rish huquqi bo'lsin degan so'z. Ma ko'rish huquqi bo'lsin degan so'z. Mava ham ko'ralsin, ham yoza olsin degan gap. Mava ham ko'ralsin, ham yoza olsin degan gap. Endi bu odatdagi masalan Windows'dagi hujjatniki huquqi o'xshab ketadi, masalan, haqlar ko'ramisin yoki bo'lmasa haqlar faqat o'qiy olsin. Masalan, Windows sistem o'tishkining ichidagi faqat o'qiy oladi, lekin sistem o'tishkining ichiga hech qanday yozolmaydi. Ma boshqa mundarijlar olib qolsa, masalan, ham yoza oladi, ham o'qiy oladi degandek, shunga o'xshash mana. Endi men har ikkisini ham yoza olsin, ham o'qiy olsin qilib qo'yay dastlabda. O'qiy olsin qilib qo'ygandan keyin men bayatdan qaytib keldim. Qaytib kelgandan keyin men create deganni bosimiz. Agarda ma bishida o'zgartishlar bo'lib qolsa, masalan, ma Shanibo deganni bisib o'zgartish qilsak bo'ladi. Create ni bisib qolgandan keyin bizga qaraydigan bo'lsak, bir adres chiqarib beradi, ya'ni bir adres chiqarib beradi. Hamda miyada ham shu qurgan masalan, mushniki ismi, mushniki masalan typesi, masalan, formati anadagi mushniki ismi, mushniki hamda masalan ochadigan adresi, anadagi bulog'i mesela işletkiçilerniki huquq dairesi degandek narsalarni hammasini ko'rsatib beradi. Endi finishni bisidi. Finishni bisayotganki qaraydigan bo'lsak, mana bir tur qurildi, mana bir tur 1 deb qurildi, mesela. Endi buniki mesela taq cheksak, qaraydigan bo'lsak, taq cheksak, bu yerda bir adres chiqibdi. Endi men bayatdan browser deb ko'rib boqaman mana. Browser desam mana o'ziniki hamda mesela bayatda men ko'rish shaklini 3 xil dedim, ko'rish shaklini 3 xil dedim. Birisiga shu tor ko'rish, web shaklda dedim, birinchi ishlatgichi web shaklda ko'rish mumkin. Ikkinchisi maxsus qurollardan foydalanish mumkin. Uchinchisi endi har xil qistirmalardan foydalanib ma'lum bir qurollarning ichiga kirib ko'rish mumkin dedim. Demak, men birinchi xil usul web shaklda ko'rish. Niyaga men endi user 1 bo'yicha kirib boqay, buni user 1 bo'yicha kirib boqay. Qaraydigan bo'lsam, endi bunga kirdi, bu kirdi. Kirdi. Kirgandan keyin buning ichida hech qanday hujjat yo'qdi, Endi men bu yerda ma'lum bir hujjatni qurg'ul bo'lamda bunga. Ya qarab boqilay, men Shimjan deganga qarab boqilay. Shimjan deganga qaraydigan bo'lsak, bunida endi folder deb turdi. Folder degandan inglizcha ma'nosi, hamda uyg'urcha ma'nosi bo'lsa, hujjat qisqish degan ma'noda, Winjanja deganda. Bunga ham men Winjanja 1 deb qo'yay. Winjanja 1 deb qo'ydim mana. Winjanja 1 deydigan bo'lsak, qaraydigan bo'lsam, bu Winjanja 1 tur 1 degandan ostib ketilibdi, tur 1 degandan ostib ketilibdi. Men endi miya kirib
Bettin yanına bakıyor. Kolunu hoşlan ya. Mao melime hatalık çıkardı ama melime hatalık çıkardı. Endi mana shu agarda mal yo'lanchi yaxshiroq bo'lgan bo'lsa, masalan, yangiroq bo'lgan bo'lsa, balkim qo'lishi mumkin-da. Mal yo'lanchiniki endi nashri 8 ga bo'lsa, qo'llamaydigan şeyda ba'zi narsalarni qo'llamaydigan şey. Eng yangi narsalarniki ba'zi narsalarni qo'llamaydigan şey. Ya bizning qilamidiqmi ba'zi yerda tanishamidiqmi? Bayatım bir aslı hatalık çıkardı. Bu hem de web şekilde kiriş ya, bu web şekilde kiriş. Hem de ben bunaqa qoralni hem de ma 10 kun çeksem hiç qanday narsa yo'q ha, hozir ham 10 kun çeksem hiç qanday narsa. Hem de ben bayatım bo'lgan mushning o'ziga mush sistemning o'ziga qarang ha. Men hem de shu ishiltadigan narsani qachilib boqay, Ha, ishlatuvchilar nashriniki qoral nashrini qachilib boqay, qoral nashrini qachilib boqay. Bu qoral nashrini ikkicha qo'zg'atgan ekan, buniki 32 lik 64 lik deb bor ya, ayriliq. Ama qo'zg'atib bo'lgan ekan, bunikini men asosiyatdan şahit vakıfla qo'zg'atsak bo'ldi. Miyada qaraydigan bo'lsak, buni command line tools deydi. Mana amalda qachilab qo'yganimiz yaxshi. Buning sonlar ba'zilar mesela CMD'de buyruq hizab, mesela ba'zi narsalarni qilish deganda ham shuni endi bo'lmo qachilay degan so'z. Buniki mana shahid installab qachilayotgan buni. Lekin bu haqsiz juma mana narsalar ishlatuvchilar naqshida haqsiz. Lekin ikkisi bir shirkatning emas, ikkisi ikki shirkatniki. Mana finish degandek keyin qaragan bo'lsak, bayatda men 10 kun chekkan chog'da hech qanday narsa chiqmadi. Endi 10 kun chekadigan bo'lsam, mana o'sha 3 narsa ortiq ketilib qoldi. Mana o'sha 3 narsa ortiq ketilib qoldi. SVN checkout, SVN deb meniki qaraydigan bo'lsak, nurg'on endi shundan ma 2 narsa. Başı dedigini nima kedi va. Mana da endi men 3 narsa chiqdi, birdaniga ko'rsatib qo'yay, men 3 narsa chiqdi. Mende ma'lum bir buni endi masalan ma'vo bayatim biz qurib olgan. Masalan bayatim biz qurib olgan. Ma turni ham shu tur 1 deganda qanday qilib men endi shu bayatim turbat şekilde biz okuyamadık ya, turbat şekilde okuyamadık. Qanday qilib endi shu kompyuter nusxasi orqali men ma'lum bir hujjat qisqichni ostiga shuni ko'rma, hujjatni ko'rma, hamma shunaqa yo'llayma deganni ko'rib aqlay. Endi bunaqa masalan buni adresini qanday bilamiz ya, mishniki o'qiydigan yoki bo'lmasa ziyorat qiladigan adresini qanday bilamiz ya, fan qiladigan adresini qanday bilamiz degan chog'da 10 kun chekib bilmay qolsak, niyat chiqib turdi. 10 kun chekib bilmay qolsak, copy to URL clickboard desak masalan, JTB'ga apir deyapti, JTB'ga apirdi. Endi ma'lum bir hujjat qisqichni ostiga men hujjat qisqichni bir qatayam ega. SVN client SVN deb ketib qo'ya, SVN deb ketib qo'ya. Endi qaraydigan bo'lsak, men checkout deb turdi. Checkout degani ilish degan gap qo'y, ma'lum bir narsani o'qib ilish degani, chiqarish degandek, tekshirib chiqarish degan. Men checkout qilay, checkout qilsak, men JTB'dagi adresni avtomatik o'qidi, o'zi o'qidi. Ya'ni nega checkout qilsan, andiki qaysi nashrni qilsan, qaysi nashrni qilsan degandek miyada qaysi nashrni qilsan dedi. Bayatda men har xil nashr saqlaydi dedim. Men hozir endi eng yangi nashr degan gap ham hot version degani eng yangi nashr degan so'z. Men checkout depth degani ma'vondi. Mesela miyad demoqchi only file children deydi, mesela only this item deydi. Ma'lum bir hujjatni olaman, hammasini olaman yoki bo'lmasa shu hujjatlarni
ballarını yani dikmişinki ücret kısmışlarını alma degende gel biz odatda ko'parak ahvoldamiz birincisini ishlatamiz birincisini ishlatamiz. Endi ma'lum bir hujjatlarni almoqchilab qolsak bu yerdan tanlasak bo'ldi. Endi bunikini mana shunda nima qilib qo'ygan ekan qaranglar, men OK deganni bosay, men OK deganni bossam bu endi masalan shuna kir deydi bu. Men endi bayatdan user 2 bilan kirib qo'yay, buni user 2 1 2 3 4 5 6. Agarda mana shuni saqlayotmoqchi bo'lib qolsak, mana save deganni bises chik tanlab qo'ysak bo'ladi. Save deganni bossaq ikkinchi qitam bu qaytib bizdan so'ramaydi deysiz. Men hozircha endi mana sinab qo'ygan ekan, men o'rganish olgan ekan saqlamay turay, xabarchilik qilsin. Qaraydigan bo'lsak, bu mavi bir ko'znak chiqdi, ya'ni chiqqan ekan, agar muvaffaqiyatli bo'lsa bir ko'znak chiqdi mana hozir. Endi bu mavi qaraydigan bo'lsak, bu yerda action deydi. Bu yerda pass deydi. Demak, action deganimiz harakat degan gap, harakat deganimiz nima chiqadi desanglar, bu komanda deb ya'ni kirib deydilar. Head versionsini o'qiyman, hamma narsani biroqla deb mana kirmay deb. Endi bu yerda updating deydi, yangilayotdi deydi. Musha SVN degan stipendiki SVN ostidagi hujjatni yangilatma deydi. Bundan edit deydi. Ama yangidan bir hujjatni Winjanja 1 degan hujjatni bayqabdi, ama Sipen degan SVN ostida aslida unda hujjat yo'q bo'lgan ekan, men edit deb chiqdi. Andekan bundan boshqa hech qanday narsa qolmagan ekan, complete deydi, ama tugdi. Add versionsi navbatdagi nashri 1 deydi. Ama OK deydi. Qaraydigan bo'lsak, biz bayatda Winjanja deb qurgan narsa chiqdi, mana qurgan narsa deb chiqdi endi. Endi buningga ikkinchi masala biz o'qib olaldik, normal o'qib olaldik, buni normal o'qib olaldik. Checkout qilish orqali qilman. Vatanda mana 3 chiqdi deb, masalan update, commit, mana SVN deb. Endi men o'qib olgandan keyin men qaytib ma bir qitim chunchi qilgandan keyin o'zgardigan shunda meniki belgisimi o'zgardi. Winjanjaniki ham shu hujjat qismining belgilarini o'zgardi seniki. Endi manicha kiryapman, ishni kiryap yoki bo'lmasa sirtidagi hujjatni taqchik baqay, taqchik baqalamsam qaraydigan bo'lsam, men yangidan ikki narsa o'zgaribdi. Checkout degani yo'qolib ketdi, yangidan ikki narsa qaytilibdi. Ammo buning ichida nurg'un narsalar paydo bo'libdi, Marketplace'ning ichida nurg'un narsalar paydo bo'libdi. Endi demak o'zim men buni tanlamayman, 10 kun chekib baqilgan bo'lsam, qarsam, yana o'xshash burunqidagi checkout bilan bu ikki talla ko'znak chiqdi. Demek o'g'ni mavi allaqachon SVNga ulangan bir hujjat qisqish bo'ldi, ama allaqachon SVNga ulangan hujjat qisqish bo'ldi. Endi buni qanday yangilaymiz degan chog'da, eng yangilayishini qanday olamiz degan chog'da, eng yangilayishini o'qib olmoqchi bo'lsak, mana SVN 10 kun chekib, mashinaga tanlab turib yoki bo'lmasa mashina ichiga kirib turib, ma'lum bir quruq yerga kirib turib 10 kun chekib update qilsak bo'ldi, update'ni tanlasak bo'ldi. Update'ni tanlagandan keyin bu bizga masalan user back buna ekan mesela update'dan hech qanday narsa yo'q, navbatdagi narsada bir deb chiqaradi. Bizga niyada qaraydigan bo'lsak shu log deydi. Buni birdan so'zlaymiz. Hammaga kirib update qilaolamiz, update qilaolamiz. Yangi nashrini birda butkul bir Winjanjada o'zgarganlarni yangi nashrini birda degan so'z. Agar bog'lab qolsa, joyda qo'shib ba'zi o'zniki hamda har xil biriktiradigan usullari bor. Buni birdaniga ko'rib bo'lmoqda. Hamda bu hujjatni o'qib bilish, bu SVNdagi hujjatni o'qib bilish. Bu hamda ma'lum bir o'zniki qurolni ishlatib turib, bu qurollar har xil yonza bizning ishlatganimiz, navbatdagi ishlatganimiz, bizning ishlatganimiz mana T bilan Tordan boshlanadigan mana toshbaqniki. Bu qurollar har xil yonza o'z ishlatuvchilar o'zining qiziqishiga asosan ishlasa bo'ladi, tanlab ishlasa bo'ladi. Endi biz dastlabda hozir o'qib oldik, hujjatni o'qib oldik. Endi ikkinchi masala ma'lum bir hujjatni qitish yoki ma'lum bir hujjatni o'zgartirib topshirish, o'zgartirib topshirish. Ikkinchi masala unda qitish. Men unda menga Winjanja 2 deb buni qatay. 2 deb buni qatay. Meniki nimiz o'zgardi aslida meniki. Bunda qilib bo'lmasa.
Ana qaraydigan bo'lsak ham ma'lum dema hujjat qisqishning belgilari o'zgardi ha mana bayatda qaraydigan bo'lsak o'zgardi. Ma'lum odatdagi hujjat qisqish ma'lum SVN ulangan hujjat qisqish. Mana ichki qaraydigan bo'lsak hamda bayatdan qaraydigan bo'lsak ham hujjat qisqishning belgisi o'xshashdi. Bir qitim cho'nchiq qilgandan keyin asli keldi ma'lum. Mana qaraydigan bo'lsak ma'lum yangi qatqinimiz ha ma'lum yangi qatqinimiz. Ma'lum aslan yangi nashri holati bo'lgan bo'ldi ha ma'lum yangi nashri holati bo'lgan bo'ldi. Endi mavtiqi endi SVNga savol belgisi chiqqani o'sha hujjat qisqishning ichida bor. O'sha SVNning ichida bor, lekin shu mulozimatlarga yo'llanmagan, qitilmagan. Demak, o'g'ni SVNga qitilmagan. Buni endi qanday qilib o'sha mulozimatlarga yo'llaymiz deganda bunda ikki bosqichni besib o'tamiz, cho'qim ikki bosqichni besib o'tamiz. Oldi bilan mana 10 kun chekib biz 10 kun chekib ma'lumot tortozisiz SVN degandan qaranglar, mana nenda o'qiymiz bo'ldi mana. Tashpaqa deycha, men tashpaqil deycha bo'ldi. Tashpaqidan qaranglar, mana tashpaqini tanlagandan keyin qaraydigan bo'lsak, et deb turdi, mana et deb turdi. O'sha et qilamiz, oldi bilan bu qo'shimiz buni. Qo'shimiz oldi bilan ham bunda o'sha SVNga qo'shimiz et qilib. Et qilgandan keyin bundan qaraydigan bo'lsak, bunda bir belgi chiqdi, bunda bir belgi chiqdi. Buni et qildik, mana et qildik. Et bo'lgandan keyin qaraydigan bo'lsak, mana belgisi o'zgardi, mana belgisi o'zgardi. Bu belgi nimani bildirdi degan chaqda hamda bu belgi nimani bildirgan degan chaqda SVNga qo'shilgan, lekin mulozimatlarga topshirilmagan belgisi, tijorat qilmagan deydi. Topshirilmagan odatdagi belgilar bo'ladi, ammo SVNga qo'shilgan, navbatdagi bizniki yerlikdagi SVNga qo'shilgan, lekin mulozimatlarga topshirilmagan odatdagi hujjat yoki hujjat qisqishlarning belgisi bunda qo'shish belgisi chiqdi. Endi ikkinchi bosqichda buni topshiramiz, unda topshiramiz. Topshiramiz, qanday topshiramiz degan chog'da men qaraydigan bo'lsak, commit deb turdi, mana topshirish deb turdi, yo'llash deb turdi. Commit deb turdi. Mush commitni bosgandan keyin qaraydigan bo'lsak, miyada endi bunda bir ko'znak ochildi, bunda ko'znak ochildi. Men bayatdan dedim, ma'lum bir askart, ma'lum bir hujjatlarni topshirgan chog'da, mush hujjatlarga nisbatan biz askartish yozalaymiz dedik. O'zgartish har xil bejud olib qo'yamiz-ku, hanzucha har xil o'zgartishlarni yozalaymiz dedik. Mushunga nisbatan har xil o'zgartishlarni yozalaymiz dedik. Men masalan ma'noga hamda programni masalan ma'lum bir hujjat rasmlarni saqlaydigan hujjat bo'lgan bo'lsa, bu rasmlarni saqlaydigan hujjat bo'lgan bo'lsa, masalan 2015-yili 08-27 nima Sabirjon masalan resimlarni saqlaydigan hujjat kuch kurdi. Nima kurdi? Bu hujjat kuchning ichiga PNG resimlarni saqlaymiz deb bunda yozib qo'ydim. Men qaraydigan bo'lsak, bu yerda endi ma'niga qaraydigan bo'lsak, mana navbatdagi statisi edit deydi, qo'shilib bo'lgan deydi. Navbatdagi statisi mana qo'shilib bo'lgan deydi. Masalan, hujjatniki qo'shmoqchi bo'lgan ism, qo'shmoqchi bo'lgan hujjat, Vinjanjashki. Andikan ma'vo ustiga yozganimiz masalan bizniki bejorimiz endi. Buni okey qilay, okey qilay. Okey qilgan bo'lsam, bayatda men saqlamagan yozishga. Buni topshiray, topshirgandan keyin qaraydigan bo'lsak, komandisi deydi, commit deydi, topshirish. Endi adding deydi, masalan, hujjatni qo'shyaptimi, Vinjanjashkini deydi. Endi qo'shib bo'lgandan keyin versionsi 2 bo'ldi deydi. Qo'shib bo'lgan miya qaraydigan bo'lsak, edit bir tal hujjat qo'shildi deydi, miyaga hujjat qo'shildi deydi. Endi men okey qilay. Okey qilgan bo'lsam, qaraydigan bo'lsam, mana hujjatniki Vinjanjashkining belgisini to'g'ri belgi o'zgartirdi, to'g'ri belgi o'zgartirdi. Endi bunga nisbatan bayatdan beri biz endi hujjat qisqishlarini ko'rdik, Endi ma'lum bir hujjatni ko'rib baqilay biz, ma'lum bir hujjatni ko'rib baqilay. Masalan, Vinjanjashkining ichiga qaranglar, ma'lum bir tekstni hujjatni qatay buni ichiga.
Mesela text yoki bo'lmasa Uyg'ur bo'g'imlar deb bunday qataya. Bo'g'imlar bo'g'imlar deb barliq Uyg'urcha bo'g'imlarni saqlaydigan degandek ma'noni bildirib mana qataya. Buningga qaraydigan bo'lsak, men yangi qurishim qilaman, savol belgisiga o'zgardi. Buni men de hujjat qisqish, hujjat nima? Hujjat qisqishga o'xshash usul bilan yo'llaymiz ya, buni o'xshash usul bilan yo'llaymiz. Bundan ikki bosqichni besib o'tamiz. Oldi bilan men mana ichiga masalan bo'g'im 1 deb yozib qo'yay, bo'g'im 1 deb yozib qo'yay. Yozib qo'ygan ekan buni men hujjat topshiraya, topshirganda bayatda men deb o'tib ketdim, ikki xil usulda dedim. Birinchisi add qilib yo'llaymiz. Qo'shiq belgisi o'zgardi, ikkinchi retam comment qilamiz. Buni comment qilgan ekan mega Uyg'urcha mesela mega avtomatik chiqadi o'zimda o'zimda yozsa qarang. Nima deb chiqqan bo'ladi? Uyg'urcha yozilayotgan bo'ladi. Uyg'urcha bo'lsa bo'g'imlarni saqlaydi. Her bir bo'g'im bir kurtulup saklandı diye bunda yozib qo'ydim. Mana qaraydigan bo'lsak, endi mana extensions masalan, mana extensions degan ko'rganmisiz degan so'z bor. Endi mana shunday mana hujjatniki yo'li navbatdagi endi 6 qitilib qo'ygan. Buni men nima comment qilay, comment qilsam user 2 qaraydigan bo'lsak, mana dastlabda bu adding ifoda andan keyin sending content dedi. Mana hujjatga nisbatan qaranglar, ikki narsa ifoda boshda qo'shdi. Qaranglar, hujjatni qo'shdi. Andan keyin buni ichidagi mazmunni yengildi degan so'z, mana yengildi degan so'z. Andan keyin buniki hozirgi navbatga asvenniki nashri hamda 3-nashr oladi, 3-nashr oladi. Qaraydigan bo'lsak, bu nima endi qo'shib qo'ygandiki avtomatik ma'lum belgi hamda to'g'ri belgisi yo'llab eng yangi nashri deganni bildirdi, eng yangi nashr deganni bildirdi. Endi bu ishlar rost qitilmadimi, qitilmadimi biz qanday bilamiz degan chog'da biz bayatda mulozimlar nusxasini isbot qilyapmiz. Mulozimlarni isbot qilyapmiz. Mulozimlarni ichib men bu yoqqa qarab boqay. Qaraydigan bo'lsak, rostlamda Vinjanjash 2 dan bir chiqibdi, mana Vinjanjash 2 dan bir chiqibdi. Mana qaraydigan bo'lsak, mana Vinjanjash 2 ostida Uyg'ur bo'g'imlar deb tekstdan hujjatdan ustida Uyg'ur bo'g'imlar tekstida hujjatdan. Buni qanday o'qiymiz degan chog'da mesela cho'qlagandan keyin internetda qaraydigan bo'lsak, mana ishchiliksa bo'g'im 1 deb mazmun chiqirib berdi, bizga to'r ko'rgishdi mazmun chiqirib berdi bu. Shu hujjatniki biz o'qiy oldik degan so'z, o'qiy oldik degan so'z. Endi bu hujjat yangi hujjatni qaytish yo'lda, bu. Endi hujjatga nisbatan 3 xil o'zgarish yaparimizga birsi ko'p yo'qoldi. Birinchisi qaytish, yangidan qaytish, ikkinchisi o'zgartirish, uchinchisi o'chirish. Hujjatni biroqla o'chirish, ikkinchisi shirki mazmunni o'zgartirish. Endi ikkinchi bosqich biz mazmunni o'zgartirishni ko'rib boqamiz, mazmunni. Ammo ma'nosiga bo'lsa bo'g'im 2 deb ketib qo'ya, bo'g'im 2 deb saqlaydi. Saqlangandan keyin qaraydigan bo'lsak, ma'no belgisi bundaq nima belgiga o'zgardi, bu mana shunday qilay. Qaraydigan bo'lsak, mana belgisi bunda undash belgiga o'zgardi. Undash belgi nimani bildirdi degan joyda endi undash belgi ma'lum bir hujjatniki o'zgartirilganligini, lekin texnik topshirmaganligini bildirdi. Shuni hujjatga nisbatan o'zgarish bo'lganligini bildirdi. Hujjatga nisbatan o'zgarish bo'lganligini bildirdi. Bunda esa ma'lum o'zgartgan hujjatlarimizni bir qarab bilalaymiz degan so'z. Qaytma mundarijiga qaytilgan bo'lsa, qaranglar, biroq mundarijni emas o'zgartgan so'z. Demak, mana SVNniki, SVN degan mundarijidan ostida, mana Vinjanjash 2 degan ostida mavjudda o'zgarish bo'lganligi uchun mana 3niki biroqla mana rasm o'zgardi degan so'z. Qaraydigan bo'lsak, rasm o'zgardi degan so'z. Bu biz bu orqali ma'lum qaysi hujjatlarni o'zgartdik. Masalan, yaqinda
Mesela bugün men qaysi hujjatlarga nisbatan o'zgartirish bo'ldim deganlarni bir qarab bilalaymiz, bir qarab bilalaymiz bu orqali. Endi bu hujjatni o'zgartdik, hujjatni o'zgartdik. Endi buni qanday tijoriy qilamiz degancha qanday yo'llaymiz? Bu yo'llash usul o'xshashlik commit qilsak bo'ldi, o'xshashlik commit qilsak bo'ldi. Commit qilsa qaraydigan bo'lsak, mana statusni qaraylik. Bayatdan yenidan qatgan chaqda editdi. Hozir modified deb o'zgardi. O'zgardi dedi, bu o'zgardi dedi. Bundan da olsa men show log baqaya mega. Show log qilsam qaraydigan bo'lsak, mana nashrlardan chiqarib beribdi, nashrlardan tortib, endi loglarni chiqarib beribdi, mega nima. Mesela 3-cü nəşrdə qanday özgürüş bolğanlığını, 4-cü nəşr, 2-ci nəşrdə nima özgürüş bolğanlığını hamısını çıxırıb berdi. Hamda ma'lum bir hujjatnikan nari o'zgardi deganni qanday bilamiz, nari o'zgardi deganni qanday bilamiz degan chog'da ma'lum bir hujjatni tanlab turib, Bilonma? Biz ma'u nashr bilan qarang, ma'u nashrda mesela nariga nima qattiq deganni avtomatik chiqarib berdi. Bilonma, men ikkinchi qurg'a men bo'g'im degan narsa qilibman. Endi ma'ni men o'zgartirib qarang, men mesela yengilib etib, mana ichiga mesela men bo'g'im jiqni qitib, mesela bo'g'im 3, 4, 5, 6, 7, 8 deb, 8 qurb nasib etib, 8 qurb nasib etib, buni oldi bilan men topshirib bayon kommit bilan topshiramiz dedik. Qanday o'zgartirish yoki yangi qitish bo'lsa, men sekchini 7 qurb narsa qitdim biz bayonni. Mana nashri hozir 4 ga o'zgardi, 4 ga o'zgardi. Endi men ma'ni ma'lum bir o'zgartdi, men o'zgartdi. Men ma 4 bo'g'im 4 degandan keyiniga 4 ni 1 deb qo'yaman. Buniki ma 7 degandan keyiniga 3 deb qo'yaman. 3 deb qo'ygandan keyin meniki ham men qarab boqay, bayon bo'yicha qarab boqay. Qaraydigan bo'lsak, qaysi qurni o'zgartganimizni bu chiqarib berdi, deymi? Qaysi qurni necha qurni qayani o'zgartganimizni avtomatik chiqarib berdi. Bilonma, ma belgisini da apardigan bo'lsak, masalan, mesela ma'noga nisbatan qo'shish belgisi chiqib turdi, hozir qo'shish belgisi chiqib turdi. Bunda olsa men 8 degan o'chirdi, 8 degan o'chirdi. Men 8 degan o'chirdi, bana qarab boqay hozir. Qarab boqadigan bo'lsam, yana o'xshash qo'shiq belgisi chiqib turdi. Demak, ma'lumda bir o'zgardi degan ma'noni bildirdi, ama aql birikisi. Herkese de qo'shildi degan ma'noni bildirmaydi, ama o'zgardi degan ma'noni bildirdi. Ma'lumda o'zgarishdan burunqi Mava o'zgarishdan keyingi degan so'z, mava o'zgarishdan keyingi degan so'z. Endi men ma'ni endi 8 ga ekib qo'yay, asliga ekib qo'yib boqay. Mesela men ma'ni 8 ga asliga ekib qo'yib saqlayman. Ekib qo'ydigan bo'lsam, qaraydigan bo'lsam, men 8 dikisi yo'qolib ketdi, ko'rdingmi? 8 dikisi yo'qolib ketdi. Demak, ma'qurga nisbatan hech qanday mazmun o'zgarish bo'lmadi. Gerçi biz arlıqda bir o'zgartib, yana asliga kelib qo'ysaqmi, mush qadar bilib olalaydi, ma'va. Aslan hamda mush qadargacha bilib olaydi. Ko'rdingmi? Asldagi mazmun bilan navbatdagi mazmunni solishtirib, qaysi qurda o'zgarish bo'ldi deganni avtomatik bizga tepirdi. Agarda ma'lum bir qurlarni o'zgarib, asli qaytgan bo'lsa, u qurlarni o'zgarmadi deb qaraydi, ma'va, o'zgarmadi deb qaraydi. Demek hem de muş derecede bizge kolaylık ip keleleydi, muş derecede bizge kolaylık ip keleleydi. Qaysi neyse özgür. Hem de ben ma'lum bir o'zgartganiki men tijorat etayım. Tijorat etayım. Hem sizler ne bilmiyorsunuz. Bizler yazmayı tijorat qilsak bo'ladi. Amal bor, hem de aslen ishlatgandan cho'qim yezishni odat qilganimiz yaxshi. Müşkil sanlar bu o'zimizdan shu olgandan cho'qim yezishni odat qilganimiz yaxshi. Hamma shunda ko'nsak keyin yaxshi bir odat etiladi. Hem de ma'lum yangi nashr qaytdi, yangi nashr qaytdi. Endi
Ben miyaga ma'lum bir hujjatdan birini qurib, mesela anaga bo'g'im dedim, ma'noga endi men tekstda, men tekstda. Tekst deganiga qarab olsam, yen qurdim, yen qurgandan keyin buni hech qanday qatmi deman. Qatmagandan keyin savol belgisi chiqib turdi, savol belgisi chiqdi. Buni ham men qatay, biyoz commit qilib baqay, biyoz commit qilib baqay. Commit biyoz demasa, ad qilmay turib men biyoz commit qilsam qaraydigan bo'lsam, men chiqdi. Endi men OK deganni bas qilolmadi, OK deganni bas qilolmadi. Men yerda qaraydigan bo'lsak, mana statusda non version state deb turdi. Men men tanlay, tanlab men OK'ni basay, men miyaga ma'lum dedim. Tanlab men OK'ni basay. Qaraydigan bo'lsak, hozir men OK'ni bassam, men bir qitim yengilsam, bu eng yangi nashri qaytib bo'ldi. Demak, endi bayon qilishki bosqichni biz BIOSda commit degan orqali bir bosqich bilan bosdik. Lekin bu yerda hamon tanladik, buni hamon tanlab qo'ydik. Endi mavjudotni men qaytib bo'ldim, ichiga ma'lum bir narsa yozayman. Ma'lum bir narsa yozib saqlab qo'ygan ekan, buni yana commit qilib, buni ham yana nashri deb yo'llab qo'yaman. Buni hamda bayatdan biz o'zgartishni ko'rib o'tdik, o'zgartishni ko'rib o'tdik. Hamda biz üçüncü bir xil ahvol o'chirishni ko'rib o'tdik. Ham qanday o'chiramiz degan chog'da qara 10 kunlikcha o'zi 10 kunlikcha mavo toshbaqning ichidan izlab baqilay, shu o'chirish kunasi bormi yo'qmi qarab baqilgan bo'lsak, bu yerga qaraydigan bo'lsak, delete deb turdi, delete deb turdi bu yerga qaraydi. Bundan so'ng men delete'ni bosay. Delete'ni bossam bu o'chib ketdi. Men yo'qolib ketdi bu. Qaraydigan bo'lsak, mana ekan tug'ilsin ketdi. O'chib ketdi. Lekin o'chib ketgan bilan mavo vinjenja qaraydigan bo'lsak, ma'lum bir o'zgargan belgi kirib qoldi, Unda olsa men mavo vinjenjaga kirib, masalan, mana unda olsa mavo vinjenjaga kelib ma'lum bir o'zgarishni biz topolmadik. Qaraydigan bo'lsak ham vinjenjaga kelib 10 kun o'tgancha kelib mana 10 kun o'tgancha kelib check for modifications degandan men ma'lum bir o'zgarishlarni ko'rib baqay dedim. Ma'lum bir o'zgarishlarni ko'rib baqay desam, qaraydigan bo'lsak, bu yerda Uyg'ur text deganni delete qilayotgan deydi. Bu yerda har xil tanlovlar bo'ladi, Endi men unda olsam, delete qildik, delete qilgandan keyin tutdimi desak, yo'q, tutmadi. Bundan keyin sen delete qilib qo'ygandan keyin men update qilib baqay, update qilsam delete qilgandan keyin insonlar bo'lsa, commit qilmagandim, men commit qilmagandim. Qaraydigan bo'lsak, mau yana o'zgarib turdi, meyda. Endi unda men commit qilay. Commit qilsam, commit qilgan bo'lsa, qaraydigan bo'lsam, ma'ni hozir navbat commitda qilgan ishimiz, ma'ni jutish dedi, mission tijoriy qilmizgan. Qaraydigan bo'lsak, buni o'chirib etdi hozir, o'chirib bo'lgandan keyin nashri birsi o'rildi. Demak, hozir shuna diqqat qilgan bo'lsak, biz mavo belgisimi o'zgardi. O chaqda mavo hozir rasmiy holatda o'chirildi degan so'z, bayatdan qish tekst deganimiz endi o'chirildi degan so'z. Mavoga diqqat qilgan bo'lsak, nashriga diqqat qilgan bo'lsak, qaraydigan bo'lsak, har bir qitim har qanday bir o'zgarish yo'llar biz tijorat qilsaklar nashri bir o'rlaydi ekan. Mayli yangidan qatayli, mayli o'chirayli, mayli o'zgartib topshirayli yoki mayli ma'lum bir narsani masalan keyiniga yondirsak o'zgarmaydi, Shunday qilsak nashri o'rlaydi ekan, buniki o'rlabmadi. Unda olsa men bayonqa Uyg'ur text deganni men xato o'chirib qoldi. Men asliga keltirasam bo'ldi.
Uyg'ur tekstini. Unda biz qanday qilamiz? To'rtinchi bir muhim ish endi asli keltirish, ma'lum bir narsani asli keltirish. Bayatdan biz qo'shishni ko'rdik, qo'shishni ko'rdik. Mana keyin ma'lum bir narsani o'zgartirishni ko'rdik, hamda o'chirishni ko'rdik. Hamda xato o'chirilib qolgan narsani hamda yoki bo'lmasa ma'lum bir asli keltirish, to'rtinchisi asli keltirish. Asli keltirganda qanday qilamiz desak, qarayapmizda bu yerda ma update degani biz baqaya. Update degani biz ham men kirib baqaya. Yozishga. Bu yerda biz qaraydigan bo'lsak, bizga faqat eng yangi nashrni update qilib berdik-ku, bu avtomatik eng yangi nashrni. Bo'lsa men ma'lum bir nashrni tanlab turib update qila olaman-ku. Ma'lum bir nashrni tanlab turib update qila olaman. Bundan qaraydigan bo'lsak, update to version deb turdi, mana. Update to version deb turdi. Unda olsa men bu yerga ma'lum bir versionsini kirgizay. Mana 6 ta degan yoki bo'lmasa 7 ta degan versionsini kirgizay. Men bu yerga 7 ta degan versionsini kirgizay. Yetti degan versionsini kirgizgan bo'lsam, mana qaraydigan bo'lsa, qaranglar, mana update'dan 7 ga update qildi bu. Unda olsa bu yerdan qilgan ishni qaraydigan bo'lsak, bu Uyg'ur text degani bizga qo'shib berdi. Uyg'ur text degani bizga qo'shib berdi. Rost qo'shib berdimi? Kirib qarab boqaylik. Qaraydigan bo'lsak, bu asli katta. Ishchidagi mazmun bormi? Aniq bor, mana. Aniq bor degan so'zi. Biz endi ma'lum bir nashrning nechinchi nashrligini bilmaymiz, ma'lum bir nechinchi nashrga tayyorligini bilmaymiz. Men hozirgi bevosita ismni qog'ozga 7 deb kirgizdim, nechinchi nashrligini bilmaymiz. Unda olsa men mana hozir niyatdagi nashrni qanday tekshirma desak, niyatni update qilsak, qaraydigan bo'lsak, eng yangi nashrni qaytarsak, masalan, yulib ketdi, qaraydigan bo'lsak, yulib ketdi. Eng yangi nashrda yo'q. Faqat 7-nashrda bor degan so'z. Unda sen ma'lum bir nashrni bilmasak qanday qilamiz degan chog'da 10 kun chekyapmiz, 10 kun chekyapmiz. 10 kun chekyapmiz. Ma'lum bir nashrga qanday qaytaramiz, ma'lum bir nashr qanday qaytaramiz degan chog'da men diqqat qilinglar, saqlashlar. Ma'vo toshbaqidan biz me'yadin oldi bilan showlov qilib barliq nashrlarni ko'ramiz, barliq nashrlarni ko'ramiz. Nashr nomerini bilsak, biyosda bayon usul bilan qaytarsak bo'ldi. Nashr nomerini bilmasak, unda qanday o'zgartirishlarni ifoda ko'ramiz. Masalan, bayatdan biz masalan 8 da biz 3 ri tutdik, mana delete deb turdi. 8 da ma'ni 3 ri tutdik. Mana shuni chek tanlasak, nimish qilganimiz ostida chiqadi, qaysi o'zgartirishni to'tamizga chek qilganimiz. 8 da ma'ni 3 ri tutganmiz. 7 da ma'ni modify qilib tutganmiz, modify qilib tutganmiz. 7 ma'ni 6 ga qaraydigan bo'lsak, buni add qilib tutganmiz, add qilib tutganmiz. Endi unda olsa men 7 ni qaytarman, 7 ni qaytarman. Demak, ma'ni nisbatan eng yaxshisi 7 bo'ladi-ku, uchirishdan burun qana bo'ladi. Unda biz buni qanday qaytarma degan chog'da mashina ishini tanlab turib, mashina ishini tanlab turib 10 knopkani gap update item to version, update item to version deymiz. Navbatdagi itemni bizdan qaytar desak bo'ladi. Navbatdagi itemni bizdan qaytar desak bo'ladi. Qaytar deganga qaraydigan bo'lsa user 2 update'dan deb bayatdan amniyatda qaytarib bo'ldi, bu bizga qaytarib bo'lgan to'g'ri, bayatdan o'chiratmayapti, eng yangi so'zga. Demak, navbatdagi nashr 7 degan so'z, bizniki 7 degan so'z. Lekin u eng yangi nashr 8 juma meniki. Navbatdagi nashr 7 degan so'z. Endi qanday qilib bunda bo'lsa, shuni saqlab qolgan asosda eng yangi nashrga aylantirma desak, buni biz qaytadan endi tijorat qilsak bo'ladi. Ma'lum bir o'zgarish kiritilgan. Endi qaranglar, mana bir xatolik chiqdi mana. Demak, o'rni mana bunday desanglar commit file deydi, error deydi, mana is out of date deydi, out of date deydi. Thus error file not found deydi, transaction mavo
text dedi. You have updated your working copy first dedi. Demek çoğunu nima desenler bu ya. Demek çoğunu nima desenler. Nüvet hüccetini biz en yeni neşirde biz allaqachon o'chirib etdik en yeni neşirde allaqachon o'chirib etdik nüvet hükümesini. Bence bunu hem de qaytadan biz qilsak bunu bilmaydi ya bu bilmaydi. Mana shu bilmaydi. Hem de bunu qanday hal qilamiz ya bunu qanday hal qilamiz degan chog'da mumkin kerak bizga. Endi davomli qaraydigan bo'lsak, endi ma'lum bir hujjat qilaylik. Test 2'de qaraylik. Test 2'de buni mazmuniga buni commit qilaylik. Qanday endi bu test 2'ga qaraygan bo'lsak endi mumkin chekib men qarab boqay. Mumkin chekib davom qaraydigan bo'lsak delete ni bayatni ko'rdik. Rename deb turdi. Mana bu yo'q o'zgarsak-ku. Misol rename bilan mani rename ning farqi bor. Mava endi qaraydigan bo'lsak yangi o'zgarib ketdi. Yangi hujjat o'zgarib ketdi. Mava bayatni hech qanday qatmagan hujjat o'zgarib ketdi. Endi mar rename-chi bunu rename qaraygan bo'lsak yangi hujjat ulab qarang qitish o'zgardi, qitish o'zgardi. Demak yangidan bir qitpat degansizda, qitpat deysiz. Bayatdan faqat o'zgartib qo'ydi, lekin qatni degansizda. Endi men buni commit qilib qo'yay. Commit qilgansam qaraygan bo'lsam mana ikki narsani olib beribdi, menda ikki narsani olib beribdi qaraygan bo'lsak, bir hujjatga nisbatan oldi bilan test 2ni delete qildik ekan, mana bu test 1ni qat ekan bu. Test buni qat ekan. Müşteriki mazmun o'xshashi, ma'zur yana qaytadan o'qib mesela ma'ni mana 10-kunga qarang, 10-kunga rename qilib mana 2 o'zgartirish yoki 3 o'zgartirish. 3 o'zgartirib ma'noni commit qilsam qaraydigan bo'lsak mana 3ni yangidan qitibdi, birini bayon konusini yutibdi, yangisini qitibdi, mana konusini yutib, yangisini qattiq degansiz. Bir qatim rename asli hujjatning konusini yutib, yangisini qattiq degansiz. Herkes o hujjat ismini o'zgartib qo'ymaydi, mulozimlikdagi hujjat ismini o'zgartib qo'ymaydi degansizda qaraydigan bo'lsak 2 harakat etibdi va shunda 2 ni ifade mana deleting edit deb 2 ni bergansiz diqqat qilsak bo'ladi. Endi undan boshqa qaraydigan bo'lsak get log deydi. Masalan, mana hozir Logitip'e user 2 dedi. User 2 Logitip'e dedi. User 2 mani quluplab qo'ydi dedi. User 2 mani quluplab qo'ydi dedi. Ondan sonra shu quluplab qoldi turayapsizmi? Ondan sonra hujjatni yana bir qurayman. Hujjatni yana bir qurib, bunaqa davom qilib, keyin buni commit qilib ko'ra ma'ni yo'qlab qo'yaman. Qulplab qo'ydim. Hozir hamda shu yerlikdagi qurolni ishiltish mumkinchiligi bo'ldi. Qurolni ishiltish mumkinchiligi bo'ldi. Hamda biz buni bayatmanda butun 3 xil usul dedim. Bayatda 3 xil usul dedim. Birsiga qurol o'ziniki torbiti, birsiga birinchi torbit bo'yicha boshqarish, torbit yuzda boshqarish.
Yana birisi bo'lsa endi qoralni boshqarish, qoralni boshqarish. Qoralni boshqargan chog'da biz ko'rganimiz mana bu ko'rib o'tganimiz mana bu toshbaquldi, bu toshbaquldi. Endi yana bir boshqarish bo'lsa, batında bütün har xil masalan ideyalarga har xil kod yozgan yoki shunday hujjat boshqaradiganlarga har xil qistirmalar bu ta'minlagan bo'lsa, shu qistirmalarni qazlab turib shuni boshqarish. Endi bizning niyat chiqishni to'pimiz Eclipse olgan ekan, Eclipse'da qanday SVN'ni qachilaymiz. Hem Eclipse'da qanday SVN'ni boshqarma deganni ko'rib bakamiz. Eclipse'da qanday SVN'ni qachilaymiz, ham Eclipse'da qanday SVN'ni boshqarma deganni ko'rib bakamiz. Endi Eclipse'da SVN'ni qachilash ya birinchi. Eclipse'da SVN'ni qachilash. To'g'ri. Şimdi Eclipse'da SVN'ni qachilash. SVN'ni qanday qachilaymiz? SVN'ni qachilashdan keyin sonra bizlar to'g'riladamiz, badulodini Eclipse SVN chargen deb izlaymiz. SVN chargen deb izlasak, shu SVN chargensi chiqib turadi. Niyatga yonishib 1.8 deymiz. Va qanday qachilaymiz degan chog'da men qachilash hujjatini allaqachon tushirib oldim. Vaqtgacha shusidan qachilash hujjatini allaqachon tushirib qo'yganman. Tushirib qo'yganini qaraydigan bo'lsak, uni SVN Eclipse site 1.8.1.22 ekan, ya'ni shunaqaqa 17.000. Va qanday qachilaymiz deganda buni qachilashdan ikki xil usul bor. Birisi to'rdan bevosita qachilash, yana birisi tushirilib qachilash usuли. Tushirilib qachilagan joyda qanday qachilaymiz degan joyda mana bu Windows'dan qarang, har qanday Eclipse har qanday chargerni yangidan qachilmoqchi bo'lsak, cho'qim shu yerdan qachilaymiz. Install new software deb turdi. Mishan chekkandan keyin miya qaraydigan bo'lsak, add deb turdi. Addni chekkandan keyin SVN deb yozayapman. SVN deb yozib, miya qaraydigan bo'lsak, HTTP adresini beraylik degan. Mana HTTP adresini yozganimizda mana kendiki cho'l degan tanlab qarang. Hujjatni tanlab bersak bo'ldi. Hujjatni tanlab bersak bo'ldi. Hujjatni tanlab bergandan keyin mana adresga o'zgartmaymiz. O'zi qanday avtomatik qanday qurgan bo'lsa, shu adres bo'ldi. Mana shu jar fayl bunda tushigan bilan boshlangan. Okey, boshqandan keyin qaraydigan bo'lsak, endi bu yerda bunda ikki tanlashlarning ichida bularniki hammasini tanlaymiz, hammasini tanlagandan keyin andan keyin next deganni bosamiz. Next deganni bossak, bu qachilashga boshlaydi buni. Mana shu yerda qaraydigan bo'lsak, check the items that you wish to install deydi. Net itemslarni tekshirib o'tmaymiz deydi. Buni qachon bir qadar vaqt deydi. Aldanqisini ham o'rganib qo'yganim yaxshi. Ham har qetim hujjat bu nashr boshqarish degan joyda cho'qim bir endi kodli boshqarish deganni eshitganman-da. Bu o'zalniki rasm nima boshqarsam bo'ladi degan. Nurg'un hujjat boshqarish bu hujjat.
hojat vaqtida kompyuterni ma'ucha mani nuklegacha men sizga qaraman, men sizga nima tikimsini üzerine küçük bir mülazimdir ve şunun kaçılığa esirini küçük Mana qaraydigan bo'lsak, bunaqa men qachlab qo'ygan mana sizlarni, men qachlab aytdim, men qachlab ishlatdim. Buni qaraydigan bo'lsam, buni men qancha kodlar qurib qo'ygan sizga. Shuni o'xshab turishda undanda darajada qo'ygan mana. Bularniki mesela ishlarni qanday olamiz degancha odam men lookup post deb chiqibdi. Ben de mumkin chekib qarang. Chekib masalan mana olgandan keyin chekib mana qaytib mesela mashina taqayan yoki mulozimlikni ola olamizmi olamizmi mesela lat ben niyaga checkout qilib niyaga chaqlasam lookup post ko'rsatadi. Men niyaga mulozimlikni adresini yozaman. Ben biriyini checkout qilib 220 deb yozgan ekan, men okey deb qo'yayım. Okey desam, accept deydi, accept deb qo'ydim. Men tanlagan ekan, mesela yo'qni nima qarab qo'yayım men. Qanday ekan qaragansak, niya qaraydigansak butun mulozimlikni mana ilovada butun mulozimlikni ilovada degan so'z. Demak, biz mulozimlikni qachlab bunday qila olamiz degan so'z. Mulozimlikni yo'l o'tmaymiz, buni qachlab bunday qila olamiz degan so'z. Buni qancha vaqt ketadi? Ma'ada student açılma hüccet tushirgili bo'ladi ekan. Bundan ham o'sha o'zingizga tanshakka bog'lab qo'ymayman, bu tanshakka bog'lab. Ba'zi asyo'nga kirsanglar hech qanday huquq so'ramaydi, sizdan huquq so'ramaydi. Mana niya qaraydigan bo'lsanglar, niyada masalan, niyada şeyler tanışır buldu, bunu tanışır buldu. Mesela malum bir kurup, mesela malum bir kurup, mesela test sonra niyadan karanlığa all subversion diyemiyorum ya. Subversion nobody has access. Hiç kim kıramıyorsun. Bunu halığın çıkarışını halığın çıkarışını bulmayın. Onun çokum bütün tanışır böyle değil mi? Tabağının bütün köyden tanışak koyup çıkanı. Tabağının tanışak koyup çıkanı.
Mana qaradigan bo'lsak, maniki versionsi 103 chiqibdi, mana aytmoqda 103 chiqibdi. Ya'ni manchilik hujjatni qattiq qo'ydi, 78 ta hujjatni qattiq qo'ydi. Albatta, mana suyani qo'ysanglar Eclipse'da masalan Eclipse'da yoki bo'lmasa PHP yozgan bo'lim bo'ladi, maqral PHP Stream'dagi PHP Stream'da qanday shu qurollarda mesela bitlar SVN kontrol qilib bo'ladi. Shu qurollar mesela jiq vaqtlarda biz mesela mulozimatorga nima mesela mulozimatorga biz PHP muhitni quriblar, yuminglarni bounding qilib qo'yiblar. Mana bu kompyuterimizda turib kodni yoziblar. Mulozimator sinaydigan haqiqatan submit qilsak avtomatik o'zi. Apache'niki ham SVN trojansi bormi? Apache'niki ham SVN trojansi bor. Qiziqadiganlar izlab tanishib baqsangiz bo'ladi Apache'niki. Bizning yerda ma'lum bir narsa o'zgartgan zamonlar Apache'dagi SVN trojan avtomatik tuxum qilib qo'yadi, avtomatik tuxum qilib qo'yadi. Macap kaçlar kullanmıyor. Ben daha sonra ne bakıla ya dedim sana. Ben niye gelmiyor? Ben MG testim beni kurdum ya. Testim beni kurup bununla hemen bu işine mesela kanda alımız ya mesela kanda alımız. Bir yerden new clip kuranı. Buradan bu sana bir SVN yaptırdı. Ya ki bunsa on kunukun çekip import sana kuranı. Nereden SVN yaptırdı. SVN degenlikin kalan sana foundation yapacağın kodek tabi sana mesela. Nereden adresini yazsana. Adresini küçüğün şunu. Aldı bilemem bunda aklayı. Aldı bilemem malum bir yere gel hemen. İvala ya şu ücretini. Mesela SVN Java test diye yani. Java test takmayı şu ücretini İvala. Check out field. Ben iyi oldum hemen iyi oldum ya şunu iyi oldum. Şimdi iyi olgan ki ben mağamında dizini astığa karanlığa Java project bunu koyayım yani. Android project mi okuşacağım mı okuşacağım? Kurgan iken 10 kun çekip kurup oldum ya kurup olgan iken bana kırdığım sak nokta mesela ben de olsa memani commit koyayım. Commit oluyor böyle. Commit olgan iken ben de kurana Mavamda net tıklatkan şey mesela ne diyor tıklatkan şey
Şamojinliğini kılgan şey dep tursa qarаңыз, bir ma'lum bir mağa qaçlap boptu. Mena qaçlap bolgan degen bani ko'p qilib qo'yib turib, mana oxirini qilaylik mesela. Mesela Şamojinliğiniki ma'lum bir ish desak, mesela tur boshqaruvchining ishi desak. Unda olsa biz, unda olsa ana uchirita yemin. Uchirita bunda olsa men hozir men bir nima deylar mesela, men bir app ochquchi deylar, men bir app ochquchi desam, qarаңыз. Men unda olsa hozir eng yaxshi bir şeyden ma'lum biz. Maniki oxirini so'zlaydi, ananki boyaqi app ochquchinikiga ulab so'zlaydi, meni ulab so'zlaydi. Deganki ders sal uzunroq vallahi video jihatdan tayyorlik bo'lsin. Belki 9:30 belki 10:30 qilishimiz mumkin. Program yozgan chog'da shunday bo'ladi degan işte. Bugungi ders sal uzunroq. So'zlanadigan mazmun bir qadar jiq. Odatda masalan mani shirkatlarda tushuntim boshidan to'shab ketdimi? Zaten ücreti yöndürsek çok. Tamam da. Ya biz saat 7:30'da başladı. Fazla 9:30 geçiyor. Yine bir yarım saat çıksak hadi bulurdu o. Gece vakti. Şimdi hemen fazla saat 9:30 bokta. Yine yarım saat çıksak uyuyorum böyle. 10 oldu. Aslında 8'de başlaydı. Şirket kaç saat olmuş? Bulat Beyaz 3 saat süzüyorlarımız gerekiyor. Ya agana video vakti 10 digine ertesi sıfır. Managa cho'rin qilib qo'ysak bo'ldi, nima okey qilib qo'ysak bo'ldi. Okey qilgandan keyin biz Eclipse'ni qayta qo'zg'atsak bo'ldi. Kullandı ya. Eclipse'ni qayta qo'zg'atgandan keyin valla qanday normal bo'lgan bo'lmaganligini importdan qaranglar, importdan biz qilsak assume deb yo'qay.
SVN'dek yok. Demek o normal bomber diyen sözü. Bunun çıtak çıkandı. Buraya birimiz uzmanlığın şöyle. Şinjan'da hazırca bazı neslerini bulduğun neslerini bombaydı cümlemiş Şinjan'da. Geçenmiş torda idik kosular. Ondan sonra norgalmış ya. Bulutmuş, Google okşaş, GitHub okşaş, bazı torda getler hiç olmayan iken bazı rengenli şeyden bazı neslerini tatıcı çoğundan kısırlarında. Bizden bana okşaş, malumlarını düşürdü karanlığı ama ne 365 byte kullanırken 0 byte tuturdum. Ne olacak düşüremizden elinde fotoğraf çıkartayım seçiyorum. Şuna bazı nesleden de bulduğu da inak deverken neslerini bulmaya kalır. Hem bayatım 1.8'den ünvan kılamı değer mi? 1.8'den ünvan kılamı. Yani kan takımı diyince de ma o torbikette ma adresden paylaşmak bırak mı? Ma adresini mesela niyeden şimdi install diyelim Twitter adresini Twitter bir şeyle aktarınca neydi adresini aktarınca adresini Twitter müşarkılık anı kalan usullarımız opmak şişe tekatmış adresi alaka biyat cetveler tekentemden müşadresini yasakladı. Müşadresini yasakladı. Müşkil insanlar 8'de belki şu işin yarayında içilmeydiğen bazı torbiketle bağlı olmuş mümkün. Böyle kan yan pozisyonunda bana şu ücretten düşürdü için ben torbiketli düşürdü. Torbiketli belki bazı çekilirken torbiketli lokasa içilenmeydi. İçilenmeyen için bu ücretten düşüremeyen için o kaçılanmamaydı. Mağdurustan paylaşmak Lakin alandı bir dal tekniği sırasına bulunmadı. Lakin kol dikkat edilmeli. Mevcutumuzun çıkarıyor. Şimdi fırsatla pasar beyaz öyle okuma. VPN'lerin işletirken mesela kaçıyor savunduğu gibi. Hazır kaçınlık oldu ama kaçınlık olgan diken mesela kayıtıdan ozgurtan söylüyorum. Normal kaçınlık olgan bolsa kayıtıdan ozgurtan söyleyip çıkıyor. Kaçınlık olgan bulmagalıkın kandar bilimi sana Windows'un içinden niye karayılgan bolsak ama TM'ni hiç karayılgan bolsak mı bayata kaçınılmagan çağı SVN'dek yok diye. Hazır SVN'dek bir yeninden bisiklet ödüyorsunuz. SVN'dek yeninden bisiklet ödüyorsunuz. Hem de biz SVN'ni şiltep hem de Eclipse'de kandak kodlarını izlep kandak bayanlıkta tehirleş, üçürüş, koşuş degende
qandaq nashr bartaraf qilamiz. Birinchi masala oldi bilan Eclipse da qandaq qilib kodni ekirmiz, ma'lum bir proyektni ekirmiz. Endi bunada proyektni ekirmiz degan joyda masalan tur boshqaruvchi bo'lsin yoki shirkat bo'lsin oldi bilan bizga ma'lum bir turniki adresini ta'minlaydi. Ular oldi bilan shu turni ma'lum bir kompyuterda qurib, ma'lum bir SVNga chiqarib, shu SVNniki adresini bizga masalan ma'lum bir huquqlarni berib, ma'lum bir adres bizga ishlatadigan username, password degandek narsalarni berib bizga shularni ta'minlaydi. Masalan ta'minlagandan keyin biz qanday qilamiz desak, biz Eclipse'ni ichib shu turni biz Eclipse qo'shishimiz kerak. Buni qanday qo'shishimiz degan joyda oldi bilan bizda adres bo'lishi kerak. Hamda ma'lumot tuyandikisi meniki ham sınaq adresini, buniki ham sınaq adresini, meniki ham test. Mesela bana bergen user ber password sima test user ber. Ama şimdi bir adres beriş gerek, bunda bir yo'qolmaganlar nima berish kerak bizga. Endi buni qanday qilib deganda 10 kun chekimiz. 10 kun chekib importdan qaraydigan bo'lsak, men teamni ishga qaraydigan bo'lsak, men qaraydigan bo'lsak SVN deb turdi, SVN deb turgandan ma'nodan tanlaymiz, masalan, cho'ng SVN Jen Chu Xiangmu degan tanlab, anandan nextni bosamiz. Nextni bosgandan keyin anandan Chongjian Xindu Ziyuan Weizhi deb Ziyuan Ku Weizhi degan tanlaymiz. Agarda burun tanlab qo'yganlar bo'lib qolsa, men to'yinda shu tanlasak bo'ladi. Bizdan hozir burun yo'q bo'lg'achqa cho'qim yangidan qurishimiz kerak. Endi miyaga shu adresni yozamiz. Shu yerga yozib, nextni bosamiz. Nextni yozsak, bu o'qiyotdi, SVNni o'qiyotdi. Endi ma'va endi bizniki umumiy mima kirgizaylik, bayon qilish ishlatgichini kirgizadi. Hemen test user deb kirgizdim. Bunikini amal bir saqlab o'tgan Eclipse harakatni qulayroq o'tkazish uchun. Nima okey deylik. Okey desam, yerdan tendingdeb chiqadi va ishchilikni o'qiyotdi-da, bu o'qiyotdi. O'qib bo'lgandan keyin qaraydigan bo'lsak, keyin mana kerak holatda print degan ishchiga deb saqlangan bo'ladi projektda. Va endi tur boshqaruvchining ishini maxsus bersin bo'ladi, endi. Buni cho'qim shu projektni bilan yo'llab biz berish kerak. Hemen kirgandan keyin tanlab bir Java projektini ekrotdi. Java projektini kirishda birarki so'raydi bizni. Netik projektni ismini nima qo'ysam, masalan, shu o'zaniki bunga kirgandan keyin ismini nima qo'ysa deydi. Testni SVN deb qo'yaveradi. Ana keyin navbatga bayon o'xshash bu yerlar bayon o'xshab ketadi, masalan, ma'lumot Jenchuqilga yerlar bayon o'xshash. Navbatga yangi nashrni olamsa yoki o'zidan qolgan nashrni olamsa deganda men tanlayversak, men avtomatik yuradi, masalan, men yangi nashrni olay. Ma'lumot o'xshash. Next qilgandan keyin bu yerda masalan qaysi o'ringa chiqarsa deydi. Men sizdan Android project workspace ichiga chiqaray. Agar bu yerga chiqamay boshqa yerga tanlasak bo'ladi degan so'z. Ana finishni bosgandan keyin bu o'qib ilyapti-da, mana. O'qib ilyapti bu adresdan. Ama o'qib ilyapti. Bu tez aslilik hamda mulozimlarniki netik to'g'ri suratni hammasini yozamiz. Endi SVNga chiqarib qo'ygandan keyin qaraydigan bo'lsak, ma project bilan SVN project o'xshamaydi. Qaraydigan bo'lsak, bir belgisi ortiqdir-da, qaraydigan bo'lsak, bir belgisi ortiqdir. Men hozir normal holatda normal bir Java projectni qurayman. Test 2 deb Java projectdan SVN project emas, bu odatda normal projectda. Başkasını seviştirip bakadigan bo'lsak, qarasak, mana SVN projektda kichik bir belgi turdi. Undan keyin keyinda shunday bir belgi turdi, yozilib turdi. Endi bunikiga qanday qilib, masalan, ma'lum bir hujjatlarni qanday qilib yo'llaymiz, qanday qilib ma'lum bir o'chiramiz yoki bo'lmasa qanday qilib yanglaymiz degan joyda biz ma'lum shu SVNniki projektniki yoki ma'lum bir hujjat qisqishniki ustiga gapirib 10 kun chekadigan bo'lsak, qarasak team deb turdi. Teamda biz bayatın SVN'de ko'rgan, bayan qurolni ko'rgan hamma qurollar bor, asosiyatini, hamma qurollar bor. Buniki barliq mazmunni ichimiz teamda.
bu yerda mana commit deb turdi mana tijor degani commit degani ama gonshin degani update degani mana cu deb turdi mana cu deb turdi mau update to version ma'lum bir nimaga qilish ma'lum bir nashrni yangilash degan ekan men bu yerga endi package ni quray masalan package ni quray package ni qurgandan keyin qaraydigan bo'lsak mau endi daralla yulduz belgisi o'zgardi yulduz belgisiga o'zgarganlik sababi mushno ichida biz cho'qim bir o'zgartgan mazmun bor deb qaraydi o'zgartgan mazmun bor deb qaraymiz Vallahi anlatamsizlar o'zgargan mazmun bor deb qaraydi undan so'ng shu o'zgargan mazmunni undan qandoq biz yo'llaymiz qandoq biz yo'llaymiz shu o'zgargan mazmunniki eng cho'qqisiga bir turib eng ustun tanlasak bo'ldi yoki bo'lmasa shu o'zgargan mazmunniki dadisi deb qo'yamiz parentsi deb qo'yamiz shuniki dadisi bir turib biz 10 knopkani chekib qaranglar 10 knopkani chekkandan keyin temning ichidan tijo degan tanlaymiz tijo degan tanlasak biz nimalarni qurdik mana oldingi soatda biz javada oldingi qitimli darsliklarda javadagi package so'zlagan packageniki har bir chekitniki mazmunda bir mundarij bo'ldi degan demak mana shuni qilibdi mana demak biz o'zimiz com zerak chekis svn deganimiz 3 mundarijiga vakil qildi mana ustidagisi ma'lum bir o'zgartirish qilib qolgan masalan create new package nima package Bizim o'sha endi tijorat qilsak mana yo'lni o'tadi. Yo'lni bo'lgandan keyin qaraydigan bo'lsak asldagi belgisi qaytdi. Asldagi belgisi ma belgisi endi bayon qilib o'xshamaydigan demak ma belgi eng yangi olti degan so'z mana eng yangi olti degan so'z mana. Endi buni ichiga qanday bir hujjat qursak masalan SVN main deb qo'yay mana SVN main deb qo'yay Mesela main deb qurgandan keyin qaraydigan bo'lsak yana mau yulduz belgisi o'zgardi mau savol belgisi turdi bayon qil demak mau texra SVNga qatmadik degan so'z buni qanday qatmiz degan joyda 10 kun chekib qaraydigan bo'lsak mana bu yerda tenja zhi bandan kongzhi deydi mana tenja zhi bandan kongzhi deydi yoki biroz tijorat qilsak bo'ldi yoki oldindan ma'ni bosib qo'ygan ma'ni bosgandan keyin qaraydigan bo'lsak mau qo'shish belgisi o'zgardi mau qo'shish belgisi o'zgardi Nötki belgisi qo'shish belgisi o'zgardi. Nötki belgisi qo'shish belgisi o'zgargandan keyin biz 10 kun ketdik davomli turda buni endi tenjarji degani o'zi ishlamaydigan bo'lib qoldi, ishlamaydigan bo'lib qoldi. Biz buni tijorat qilaylik, tijorat qilamiz. Tijorat qilgandan keyin avtomatik yangi nashrga o'zgardi, avtomatik yangi nashrga o'zgardi. Bundan so'ng men enterdan birini urayman. Enterdan birini urib, men texnik hujjatni saqlamadim men. Interdan birini o'ylab mavjudiyatni men saqlayman. Saqlagandan keyin qaraydigan bo'lsak, yana yulduz belgisi o'zgardi. Demak, mana SVN da qaranglar, shu xil holat bo'ldi. Birsiga qaranglar. Hozir ko'rganimizdan olti shu xil bo'ldi. Birsiga savol belgisi qo'shish, undan keyin qo'shish belgisi, undan keyin bunda yulduz belgisi, undan keyin 4 xil belgi bo'ldi. Undan keyin eng yangi belgisi, eng yangi belgisi. Men hozir menga ma'lum bir o'zgartirish kiritay. Mana bir o'zgartirish kiritdim menga. Mana bir o'zgartirish kiritdim menga. Endi men buni qandoq eng yangisini qandoq yo'llayman deganda bayon qilishga o'xshash. Bu yerda qaraydigan bo'lsak, yo'g'antib qaraydigan bo'lsak, qarang, mana bu yerda vaqt chiqdi, ana kimning eng haqiqatan o'zgartgan chiqdi bu yerda, kimning eng haqiqatan o'zgartgan chiqdi. Mana qaraydigan bo'lsak, mana eng yangi nashr bo'ldi, mana yo'qsa, eng yangi nashr bo'ldi. Endi buni eng yangi nashr qachon o'zgartirildi? Masalan, 2015-yili 8-28 kuni Sharden Dinafenda mana hozirgi Beijing vaqti mana qaraydigan bo'lsak 0 dan 10 dan 2 o'tgan chog'da o'zgardi degan so'z. Test user 1 degani o'zgartirdi. Endi nima mazmunni o'zgartirdi degani qanday ko'ramiz degan chog'da qaraymiz. Buni o'xshash bu yerda
二显示资源流失记录的人们，yukarı götürüp kararlarımızda yazantık. Ameliyada tercihlerden özgürlüklerini koş çekilgan olsa, elimizde koş çeksek mi? Bizim yani özgürlükleri önümüzü çıkartırdı. Koçun Erdoğan, Çin Rusya, Kürelerimizin Nazır İslam Küçük'ün davranıp turda ama Çin'in işi karab bakılgan bolsa karasa Sauding dep turdu. Ana diken şu lokal Australia'da ulan endi nurg'un Apple ish qilib bag'an sur ish fikrlab turibdi. Endi bayat men dedim buni jiqara qayqlarda töndüydü ishiltimiz dedim. Töndüydü ishiltimiz dedim. Men de olsa men tepsi yana buni qo'zg'atay. Men managa ol pechikki deb qo'yay. Yana birsi deyli, yana bir ishlatkichi deyli. Mesela yanında bir adam geldi deyli, şunun ham bu turniki ma'lum bir qismini beğenmekçi, bunun turniki ma'lum bir qismini beğenmekçi. Bayan ishlatkichi ma'vo test 1 ya. Yana bir ishlatkichi ham test 2 deyli. Mesela buni o'xshash, mesela hujjatlarni olganki bunga ham o'xshash bayan berganni berimiz, bunga bayan bergan uçurlarni berimiz degan. Endi buniki test 2 bo'lsin, ama buniki username user pasportga test 2 bo'lsin. Test 2 bo'lsin. Buni oldin ola qurib qo'yganmiz biz. Herkes bir yer qursaqla, izi qursaqla chiqmaydi bu. Mesela men mana olgandiki, mesela yozib qo'ysam, qurib qo'ygandiki men ko'rdim. Otomatik o'zi ketgan şeyde mana. Tamam, yerden. Belki birkaç saat. Bunu kadar ücretini yöntemler yazmak gerekiyor. Kanıtlayın, istediğim. İsmini istediğim. Şuna bakalım. Yeni uçuş yapıyor.
Yaratgan daireler bakımı hayvanın yani sadece manuel etkisini kadar tavsiye etmiyorum. Şimdi bitireyim. Şimdi çok boğan dikiniz götürüyor.
Sarana güne. Zaten dikkat edin.
Benim bu sayı hizmeti kuleye.
Toplamagasizlar billahi. Qaytib keldim. Hozir men manada test user birini o'zgartgandim. Endi men Eclipse'ni yana bir necha bir test user 2 bilan motor ko'rgishda men biz chiqqandan keyin motor ko'rgishda men biz chiqqandan keyin sınav türde Türkçe mi yazılan mesela niyede qaysi tilni işletimize niye qaraganda nurg'un tillar bor. Bunun ichida mesela topilgan bo'lsa Mava kelin şükasını kalgan kalakazan bulan bulacağım. Ama kelin şükası. Bu bahar boyu mesela eğer de hakkı ilan kımayna sana mı yedin suyu çamur yan kalıyorsun burada. Eğer de bırak şamuru bağlap kalsan mı yedin doğru şamuru. Ben de onu kalsa kanın şamur sana dinleme kurul koluyum size. Şamur kurul koluyum size. Kurul dediğim sizin. Navandi Şamonike mesela niye qaraydigan bo'lsak mana Bango Çayki Turnian Expert Eclipse Fotoğrafı Şamon deb ma'noni qanday qilmaydi. Endi niye qaraydigan bo'lsak bir adres turgan mana HTTPS bilan SSH qilsa. SSH degani ham gitniki. HTTPS degani mesela Swing ishlasak bo'ladi. Onlardan başka neye qaraydigan bo'lsak Şamon yangi shu deb turgan. Şamon yangi shu deb turgan. Nega qaraydigan bo'lsak shu nurg'un nimalar bor, yaxshiliklar, ma'lumotlar bor. Shularga ham o'zimiz Şamon'ni qo'yib, mesela men shundan ben endi qachonga shu dedi. Mesela 20 yil haqsiz shirkatimizga, 1 yil haqsiz shirkatimizga berdik. Mümkün bunlardan başka makvani diyen ki karaydan olsak, makvani de diyen karaydan olsak, eğer biz Şamon'u kurgucu olarak olsak, ocakta biz Şamon'u kim yedim? Çoğunlardan kaynaklara diyen mi? Kıvganiyen mi, kırgadi mi, bolgadi mi, teşhirliğen mi dilindeki. Hani ki Şamon'u kim yedim? Boş olur bana, boş olur bana. Boş olur diyen tabi ne sana? Sen yedim, tinga desen. Şamon'u kim yedim? Tanışır ediyorum. Bunu yüzden şikirlik kırapasan buldum. Şamon'u arxeolog mutlaka tanışır buldu. Şucuku məqsiz bölgüdür. Şimdi niye qaraydigan bo'lsak, Dayman Finch'iydi, Dayman Julian Finch'iydi. Buni biz yozgan Dayman'niki va Julian'ni Finch'i qilib taqib deyilsiga buni Rahmat Finch'i qilib deydi. Endi bizniki niyatga qilmoqchi bo'lganimiz,
Müşamını qanday qilib bayanqa o'ganga SVNga kirmiz. Shu SVNga kirib müşamını nisbatan biz qanday qilib quramiz deysiz. Unda olsa men yerdan HTTPS'ni tanlab turib mana shu qildim. Shu qilgandan keyin men kiryapman. Mumkin chekyapman, import qilyapmiz. Import qilgandan keyin yanadan buni qurmayman. Qurgandan keyin Monica SVN Monica Şaman'ın o'zgartib bo'ladi. Ya qaraygansa men chekkandan keyin Çoşqa SVN, Redmi, Vengen, Chongqing, Yingche, Yijin, Kaichi, SVN falan böyle. Yani saklayotgandan keyin Xiaomi qaytib kirib qiladi bo'lmasa, Xiaomi qaytib kirib. Xiaomi qaytib kirgan bo'lsak, nega qaragansak, SVN da bir narsa qo'yibdi. SVN da bir narsa qo'yibdi. SVN chekkandan keyin adresni ko'chirib oladi. Ko'chirib olsak, undan keyin Miyaga kirgandan keyin biz mushabbisni ko'chirgandan keyin Miyaga endi biz shu GitHub mushu OS joynadiki jonqul keldi. Bizniki OS joynadiki jonqul keldi. Kaldım değil mi? Saklamagan mı şimdi? Ben cevap verecektim burayı. Git plus aynı qaragansak avtomatik quradi. Men bu yerdan da olsa bir tal bovdim birini qurib, chijoqqa qo'ying. Keyin bovdim birini chijoq qildim, bovni ichiga men qo'ydim buni quradi. Endi keyin buni men shamona biroq chijoq qo'ying. Cevap ançada o'xshashadi yerlar SVN'niki. Niyatda ba'zi cevap bo'ldi. Men qaraydigan bo'lsam, meniki shu Git'ga mana ismim chiqadi-da, mana tabiiyatda. Men qaraydigan bo'lsam, Git vasitalaridagi chanqurishlar. Endi men nega chiqib, mana shu ishni qilib qo'yay. Shu ishni qilib bunda qaraydigan bo'lsam, menga bizning Xiaomi chiqib bo'ldi degan-siz, mana chiqib bo'ldi degan-siz. Buni ichiga qarayapsa, uni testini turgan. Endi buni qaraydigan bo'lsak, bu da yufinronchi bunda o'zgartdi deydi. Menda olsa, ma'lum bir o'zgartish qildi yo'q masalan. Ma'lum bir o'zgartish qildi, buni yo'llaydi. Yo'llagan chog'da miyaga endi men sistem out checkpoint'lerini qo'shib qo'ydim degan. Meni o'chirim qaragan tezkina.
Endi man Genshin qilib boqay. Genshin qilsam, miya qarayamsam, ma buni ichida haqiqatan nimizga tushilib qolsam, chiqadi. Niyada mesela bir iPhone'dan niye çıkıdı haqiqatan man çeksem to'liq o'zgart. Yani qaysi qo'lni o'zgartganligini bilmayman. Shular batmonda chiqadi. Mavanda allaqayta masala topshiriq bergan chog'da uchani birlashib izon degan. Misharning amal va foydalanib mishniki. Foydalanib bir sonli cho'qim zamanında ma'lum talabatlar. Bizani nurg'un ismi o'rganib keyin tandirga qanchadimi. Niye qaraydigan bo'lsak, masalan, mesela PHP mi var mı? PHP'de nereden bir isim koysak mı? Çekim veriyor mu? Şurada mı? Bize Node.js mi, .NET mi var mı? Bizim Java, Tomcat mi? Torsöktür var falan. Mesela o'xshash miyadan anladiki ben ko'rib bo'ldi. Shamu Wanglo dedim. Shamu Wanglo degan nima desam, kimlar chiqdi, o'zgartdi, qanday o'zgartdi deganimiz chiqdi o'shaga. Qanday o'zgartdi deganimiz chiqdi. Mavamda bir shirkatlarda keyin agarda mesela ishlab qolsanglar nurg'un qulayliklarni ko'radi. Manadagi kodamda mau get degan bu OS China deganimiz mana bunga bir download turibdi. Bu menda onun ustiga o'ng'aylik oshkorlik etmaydi bu yerda. Bizningki oshkorlik etsin, bizning jamoaga jiqqa qiziqmaydi. Miyada har xil kayfiyatga qilg'ulamda, g'aniyan qilg'ulamda har xil tushunchalarni belgilarni yo'ldan qatqil bo'ldi. Bundan mesela get OS China mishadiki, yo'g'imni qatnaz mumkin buniki tushunchasini belgilab qo'ymaydi. Handiki buniki ma wiki degan bir yaxshi narsa bor. Wikini ham nurg'un bolalar aytgan tushunmaydi. Wiki deganimiz endi ma'lum bir tema to'g'riliq, bir tema to'g'riliq fikrlasha oladigan bir sistema. Wiki'nin fukumunu hem de tordu göre baksan oldu. Ne ajna düşünmen hem de bunu. Bize ben böyle malum bir tema yollasam, normalde tema görüp minnet kaldırıp yönetiyor anladım. Ben kimmiş tema oynasat gibi şu lapasını daha olmuş temayla o'zgartirib temani yanılap mana deyin sizlar. Malum bir mesele to'g'riliq deyli. Bu get OS China'nın kasası iqtidorlamış. Bundan da şu yerlikteki şeyin bilen şu OS China'nın biriktirersanlar. Bunu da getmişlerde vakti gelince getmişine tabii getmişlerde şunu hemen biriktirip mağazalar nurg'un qulaylıklarını etkiledi. Mesela hazır nurg'un yanında xalqlarning ichida daymanlarni izlesem, lekin şey saqlab qo'ysanlar bexatar oldu deymiz size. Bexatar mulozimlikda o'zingizning kompyuter qaragancha niye saqlasanlar barchada bexatar oldu. Degan so'zlar darsliklar mushaafat. Bundan nurg'un mazmunlar bor, ba'zilar qisqa bo'lib qoldi, ba'zilar egizda bo'lib qoldi endi. Ko'pchilikniki o'zaro tushungan asosda ba'zisi. Endi bo'liq naq maydonda ba'zisidan anglab qilib naq maydonda ko'rsatgan shulab qolgan ekan, o 100 har qatim to'g'ri oldu deb kafolat qo'llanadi. Bayon qo'shish to'g'ri chiqdi, bo'ldi deb qilgan bo'lmaydi. Bayon qo'shish ma'lum bir narsani izlab burun bundan mesela astol yo'liqqan sonliq esini tutmagan unutilib qolgan mezmunlar bo'ladi. Nima bo'lgan ekan?
Dersde kadar soğuk gitti. Kağını жаңа пишиклеп эми киреп жаткан. Менимче эми чокум бир пухта үгүнүп койдуган мазмундан бирси бу SVN бендан конжу дегенче эми. Ne kadar